Navbatdagi shahar ro'yxatini boshlaymiz. Loyiha haqida qisqacha tanishtirishni o'zimni tanishtilaman. Men Asaxiya Group asoschisi Mahmud Karimovman. Aynan shahar ro'yxatini asosan 90% holatlarda o'zim olib boraman. Bugungi e, shahar ro'yxati haqida qisqa gapiradigan bo'lsam, har bir odam o'zi hayoti davomida o'qigan, tajriba qilgan, o'rgangan narsalarini o'z hikoyalari, o'z storylarini bo'lishib, qolgan ishtirokchilarga, qolgan erta tonggi ilm suhbati ishtirokchilariga o'zlarini va qiymatlarini ulashadi degan umiddaman. Aynan siz hafta davomida qanaqadir kitoblar o'qigan bo'lsangiz, bemalol tajribalaringizni shu chatda ulashishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi bo'lib kimdan boshlaymiz? Demak, navbatda ilk gapirish navbatini Durdona olgan ekanlar. Durdonaga so'z beramiz. Assalomu alaykum. O'tgan hafta davomida ro'parasida 3 ta kitob tugatdim. Bundan oldin esa kunlarim xuddi samarasiz o'tayotgandi, bir xildek yurgani uchun ham yuraklarim siqilib ketdi. Keyin oxiri nimadir boshqacharoq qiling deb ustoz o'zingiz aytgandingiz, xuddi shunday nimanidir boshqacharoq qilish uchun kitob, ya'ni qog'ozli kitob o'qishdan voz kechdimda mutolaa ilovasidan samaradorlikning 21 yo'li kitobini o'qishni boshladim. Unda ko'pincha aytilgan so'zlarni o'qir ekanmanki, 7-modelga tushunmagandim. O'sha taqdimotdan keyin to'ldirdimda 20 ta, 10 ta vazifani yozib tashladim kunlik o'zim qilayotgan ishlarimni. Va ulardan ko'rsangiz, birontasini to'liq 100% bajarganim yo'q. Bu kitobda ham shunday aytilgan, vazifalarni qanchalik o'zingizga ko'p yuklab olsangiz, hech biri aniq tugata olmaysiz, 100% bajara olmaysiz. Maqsadlaringizga yetayotgan aniq ishlarni, ya'ni maqsadingizga yetayotgan bir qadam qo'yib o'shanga harakatlanish kerakligini aytilgan edi. Ya'ni kitobda qilgan tajribam, misol uchun kuniga o'zimga 10 ta vazifa emas, 2 ta yoki 3 ta vazifa yozishni yozdim kundaligimga, muvaffaqiyat kundaligimga. Keyin aytilganki, eng kerakligisi, ya'ni sizga kerakli bo'lgan vazifalarni 20 ta vazifa yozganmiz ham, ularning ichidan asosiysi 3 taginani tanlab o'shalarni bajarishni. Hozir men o'zim eng ko'p qochib yurayotganingiz, ya'ni qilishdan qiynalayotgan narsangizni qiling deyilgan. Nega? Buni aynan energiyaga to'lib turgan paytingiz, qilishni xohlagan paytingiz, ya'ni energiyangiz ko'p paytda bajaring deyilgan. Ya'ni bu energiyaga to'la boy vaqtim qachon bo'ladi? Uni aniqlab oldim. Bu ertalab tonggi vaqt ekanligini bildim. Chunki kechqurunga borib dars qilaman yoki kundalik yozaman, nimadir ish qilaman deb rejalashtirsam, kun oxiriga borib umuman bironta ishlarimni bajarmasligimni bilib oldim. Ya'ni demak, meni energiya boy vaqti bu tong vaqti ekan. O'sha paytda qilayotgan ishlarimni yozdim va xuddi kundalik 7-modelda aytilgandek o'zimga bir haftalik 3 tadan maqsad yozib chiqdim. Mana hozirgacha o'sha maqsadlarimni 50% dan yuqori bajarib keldim. Bu menga qandaydir energiyaga boy holatni yuzaga keltirdi. Ya'ni qilsa bo'lar ekan. Ingliz tilidan qochib yurgandim. Aprelda singlim kitob olib kelib bergandi. O'zingiz tarjima qilavering, men haftada bir uyga kelgan paytim tekshirib beraman deb. O'tgan hafta keldi, bo'lar ekan-ku, mana nimaga shu paytgacha qilmay qochibdan kasallik qilib yurgan edingiz deb aytdi. Buning sababi men ertalab tongda dars qilayotganim, 1 soatgina, ko'p emas. Undan keyin kunlar ishlab boshlanib ketadi-da, ulgura olmayman. Kechqurun esa umuman dars qilishga toqatim ham yetmaydi. Keyin oddiy holatlardan aynan qiyin bo'lgan ishni energiyaga boy vaqtingizda qiling deb aytilgan kitobda. Xuddi shunday ishni sinab ko'rdim. Bu tajribam. Keyin o'zingizga yoqayotgan ishlarni yozib chiqing. Maqsadingizga yetayotgan ishlarni yozib chiqing kundalikka degan. Ularni ham aynan hozir 2026-yilda qilishim kerak bo'lgan maqsadlarini yana qayta yozib chiqdim. Savollar bor ekan kitobda. Ular juda ham ajoyib ekan. Ularga javob yozdim muvaffaqiyat kundaligimga.
keyin kuniga 3 ta ishni hozirgacha bajarib kelyapman. Bu to'la ilovasidan bir haftani o'zida 3 ta kitob bitirdim. O'qib tugatdim. Oddiy qog'oz kitobdan doimiy bir xil bajarib kelayotganim uchun zerikib qoldim-da va uni 2 haftada men 2 haftada menga mehr bering muallim kitobini tugatdim. Juda ham uzoq bo'ldi. O'zi kichkina kitob bo'lsa ham qandaydir o'qigim kelmadi. Bir xillikdan qochish kerakligini o'rgandim va nimadir o'zingizga boshqacharoq qilishga harakat qilishingizni aytilgan. O'sha narsani sinab ko'rdim. Samaradorlikni oshirish uchun har doim qilayotgan ishingizni eng kerakligini qilishni ham o'rgandim. Va 7-model bo'yicha bugun bir haftalik ishlarimni tugatdim. Endi keyingi haftaga to jumagacha qilayotgan ishlarimni kamida 3 tadan yozib chiqaman yoki undan ham qisqartirishni xohlayapman. Chunki samarali bo'lishi uchun kamroq yuklama olish kerak ekan. Qancha yuklamangiz ko'p bo'lsa hech bir ishga ulgura olmaysiz. Keyin yana kitobda aytilgan qanday internetga kirmasangiz ham kirsangiz ham kunlar o'taveradi, dunyo aylanaveradi, yer shari o'z atrofida aylanaverishini aytilgan. Xuddi shunday men o'zimcha o'ylardim, bironta xabarni o'tkazib yubormasdim. Hozir esa telefonni qo'limga olganda mutolaa ilovasidan kitob o'qishim kerakligini ayolimga keladi-da, voy o'shani telefonga sarflagan vaqtimni mutolaa ilovasiga sarflaydim. Hozir eng ko'p ishlatayotgan ilova mutolaa ilovasi. Bu juda ham o'zimga energiyani ko'paytirdi. Ayniqsa ko'p kitob o'qiganim, tugatganim, ulgura olganim esa boshqacha quvonch berdi. Bu haftada nasib bu oy oxirigacha 10 ta kitob o'qishni maqsad qilib qo'yganman. Bo'ldi. Rahmat, Durdona, ilmlaringiz zo'rlar bo'lsin. Eng muhimi ilm olish vaziyat, sharoit, muhit, atmosfera tanlamaydi. Agar sizda katta maqsad bor bo'lsa, har qanaqa cheklovlarga qaramasdan katta cheksiz maqsadlarni zabt eta olasiz. Xuddi shunaqa siz ham nimanidir boshqacharoq, nimanidir yangiroq qilyapsizmi, demak o'syapsiz. O'zi odam qachon o'sishdan to'xtaydi? Har doim bir xil narsalarga o'ralashib qolganda, keyin mani fikrim to'g'ri deganda, keyin qanaqadir bitta kitob o'qib olib, man eng zo'ri bo'lib ketdim, planetada mandaqasi yo'q deb boshlagan kundan boshlab odam o'sishdan to'xtaydi. Buni qanday qilib o'zgartirish mumkin deysa, yozish, chizish, keyin mana bunaqa kitob suhbatlarida qatnashish va shu bilan birgalikda yangi challenjlarni, maqsad xaritasiga ega bo'lib zabt etish haqida o'ylash orqali inson o'z fikrlashini, olamini, dunyosini o'zgartirish boshlaydi. Mana may oyidan avvallari 11-chi man o'z maqsad xaritasida ko'p kishiga aytamanda 2x imkoniyatini sinab ko'ring deb. Keyin 2x sinab ko'rgandan keyin isib olasiz. Keyin 5x'ni ko'tarasiz, keyin 10x, ya'ni 10 barobar. Keyinchalik esa 100x darajada ko'tarsangiz eplab ketishingiz mumkin deydi. Men ham aynan bu may oyida 100x challenge sinab ko'ryapman. Shunaqa vaznda bo'lyaptiki hayotimda. Shunday vaznda bo'ladi, to'xtash, oldinga davom etish yoki nafas olish. Men oldinga yurib, oldinga harakatlanishni tanlayapman va nimadir samaralarni o'zimda sezyapman. Energiyam borgan sari ortib, nimadir yangiroq, nimadir boshqacharoq qilishni sezyapman. Bu kitobni aynan 21 samaradorlik 21 yili kitobini Brian Tracy yozgan. Aynan 2020-yilda Fuat Abdurahmonov bilan suhbat qilganimda aynan bitta zo'r tajriba etgandi. Ertalab qiyin narsalarni boshlab bajarib olding shohroq deganda men aytgandimki, Fuat aka, men bitta qiyin ishni boshlasam, xuddi matematikaga o'xshaydi. Misol ishlolmay qolsam, yangisini ishlagim kelmay qoladi, miyam bloklanadi. Shu paytda nima qilish kerak deganimda, unda siz teskarisini, osonni sinab ko'ring, oz-ozdan sinab ko'ring. Bitta narsaga yopishib qolmang degandi. Xuddi shunaqa mana do'stlar ham o'qitdilar. Yangi nimani sinab ko'rib, o'zlariga shu narsadan energiya olib, yangi bir qiymat hosil qilgan bo'lsalar, bu katta natija. Xullas, nima deyman? Do'stona faoliyatingizga omad tilayman. Yangi marralar yetishdan to'xtamang. Xullas, navbatdagi ishtirokchiga beramiz. Kim
gapirishni navbat olib Assalomu alaykum va rahmatullohi. Yaxshimisizlar? Bitta savolim bor edi, men hikoya aytmoqchi emasman. va alaykum assalom. Avazbek, shu savolni bir 10 daqiqalardan keyin bersangiz. Men hozir kafe shopga kiryotgandim. Bugun o'zi nima deydi? e, Aslida safar loyihasini boshqa bir inson olib borish kerak edi. Menimcha uxlab qolgan ko'rinadi-da. Men yo'l-yo'lakay ilm sharoit imkoniyat tanlamaydi. Har qanaqa chegaralangan imkoniyatdan chegarasiz nimadir yarat deydigan, ya'ni cheklangan resursdan cheksiz foydalan deydi-ku. Shunga amal qilib yo'l-yo'lakay safar loyihasini ham olib boryapman. Agar kitob haqida gapirmoqchi bo'lsangiz davom etishingiz mumkin. Savolingizni sal bir 10 daqiqadan keyin javob beraman. Yaxshi, samarali. O'sha boya mendan oldin bitta opa, sizdan oldin bitta opa aytib o'tdilar. Kunni rejalashtirish bo'yicha, ya'ni bir kunga aynan 3tacha topshiriq qo'yish kerak ekan. Men hozirgi paytda kunimni o'sha 3 kunlik qilib rejalashtiryapman. Har bir daqiqasi g'animat bilib, o'sha topshiriqlarni qo'yib boryapman. Ba'zida 2 soatlik, ba'zida 3 soatlik vazifalar, o'sha darsimga tegishli narsalarni qo'yib ketyapman. Lekin o'sha vazifaga kelgan paytimda ba'zini qilishga ko'p vaqt ketib qoladi, reja buzilib ketib qolyapti. Mana shunga doir, ya'ni nima qilsam bo'ladi? Hozir qanchalik darajada bo'lib tashlash kerak? Ya'ni o'sha topshiriqlarni qanchalik bir aniqlashtirish kerak? Shunga biroz tushunmay turibman-da hozir. Chunki topshiriqlar soatlik qo'yaman. Misol uchun matematikam bor, SATdan tayyorlanyapman. O'shanga 2 soat tayyorlanishim kerak deyman. Unda 40 ta 50 ta mashq beriladi. Unga qilish uchun masalalar bilan 2 soat vaqt ajrataman tahlil qilib. Lekin ba'zida u 2 soatdan ham ko'payib ketib qoladi. Ba'zida buzilib ketib qolyapti-dagi, keyingi o'sha nimalarga vaqt qolmay qolyapti va qolganlarga ulgurmay qolyapman. Shunga bir nima qilsam bo'lar ekan? Hozir boshim qotgan. Chunki kecha mana shunday holat bo'ldi. Bu vazifani ulgurmay qoldim. Ko'proq vaqt olib qo'ydi va qolgan vazifamga yana ham ulgurmay qoldim. Va ustozdan gap eshitdim. Keyin darsga ham bora olmay qoldim. Umuman buzilib ketdi hammasi. O'sha, ya'ni kunni taqsimlash va topshiriq qo'yishda biroz muammo bo'lyapti menda. Samara bo'lmayapti-da, qanaqadir. Sizga savolingizga javob beraman. Oddiy maqsad xaritasi botda 7 ta modulni to'ldirganmisiz? Yo'q. Vaqt bo'lmayapti. Qilishim kerak yuribman. Ana shu 7 ta modulni to'ldirsangiz, 7-chi modul aynan shu haqida, ya'ni 5 ta modul to'ldirgandan keyin men 6 va 7-chi modulga o'taman-da. 6-chi va 7-chi modul aynan 1 kunlik, 1 haftalik qanday qilib maksimal yashash haqida bemalol yozib o'tilgan. Shunda men hozir gapirib javob berishimdan ham ko'ra balki 10 barobar, balki 100 barobar kattaroq manfaat bo'ladi. Demak, bunga inshaalloh vaqt ajratib to'g'rilayman. Hozir siz qisqagina nima tushuntirib o'ta olasizmi? Chunki bugun hozir mana sayr qilishga chiqdim. Keyin dars qilishim kerak-da matematikada. Vaqt bo'lmaydi-da bugun obedgacha. Reja qilishim kerak hali. Qisqagina. Qisqagina o'sha bir kunni yaxshi yashamoqchi bo'lsangiz, eng muhim narsani 3 tasini yozib olasiz. Ya'ni overload, ya'ni har doim qiladigan o'qituvchi beradigan topshiriq emas. O'qituvchi bermaydigan, sizni kelajakda olib boradigan 3 ta. Shu 3 ta narsani sizam men yutamanmi deb savol berasiz. Yutasan degan javob ichkaridan kelsa, shuni bajarasiz bo'ldi. Bajarilmay qolsa nima bo'ladi? Bajarilmay qolsa natija uchun biz javob bermaymiz. Natijani egasi bor. Biz faqat harakatlarimiz uchun javob beramiz. Jarayondan jarayonga kuchayib boraveradi. Bo'ldi shu bichim.
Rahmat aka. Yana kimdir fikrlarini bildirishni istaydilar. Aynan hafta davomida qanaqa kitob o'qigan bo'lsangiz, bemalol sizlarga uzatishimiz mumkin. Aynan Avazbek, siz qanaqa bir kitob o'qidingizmi? Ha, siz o'tgan safar mana shu jumadagi safar loyihasini g'olib bo'lgandim va menga o'sha bitta kitob jo'natdilaringiz. Men uni o'qib ko'rdim. Ko'p o'qimadim, lekin miyam portlab ketay dedi uni o'qib. Birinchi navbatda undan olgan xulosam shunday bo'ldiki, biz juda ham ko'p narsalarni xohlaymiz. Juda ham ko'p narsalarni xohlaymiz va biz aynan nimani xohlashligimiz aniq emas. Ya'ni hozir oddiy bir insondan so'rasangiz, siz mana buni xohlaysizmi desa, juda ham ko'p narsalarni sanab tashlaydi. Misol uchun maqsadlarini aytib tashlaydi. Har bir kishimizga aytishimiz mumkin, men IELTSdan 8 olaman, undan keyin 8 olaman, undan keyin top universitetga kiraman va mana buncha kitob o'qiyman, mana buncha qilaman degan narsalarni aytib tashlaydi. Va o'sha kitobda men shu narsani o'rgandimki, sen xohlayotgan aynan o'sha eng muhim, ya'ni muhim narsalarning ichida 10 ta narsani olasan va o'sha 10 ta narsani bitta albom qilasan, bitta albom yaratasan va o'sha albomga sen xohlayotgan narsaning suratini yaratib, o'sha suratini joylashtirasan. Aynan balki rejalar qilasan, balki shuni to'g'irlaysan va bularni yozib chiqasan birinchi navbatda deydi. 10 ta narsani yozib chiqasan, muhim narsani va o'sha 10 ta muhim narsaning ichidan eng muhim 10 ta astag'firullah. Eng muhim 3 ta narsani olasan va o'sha 3 ta narsani albomingga suratlarini joylashtirasan. Ya'ni biz o'sha maqsadlarni odatda tasavvurda bizga eng katta zavq beradigan narsa deb o'ylaymiz. Haqiqatan ham shunday. Misol uchun hozirgi paytda meni ertalab o'sha uyg'onib yanada harakatda davom etishimga sabab bo'layotgan narsa bu ingliz tili, bu kitob o'qishligim, sport bilan shug'ullanishligim va oldimda maqsad turibdi. Va bu menga tasavvur bor. Mana bunga erishsam, mana bunday qilaman degan narsa bor. Tasavvur bor buning ichida. Va o'sha tasavvurni sen albomingga tushirasan. Ya'ni agarda albomingga tushiradigan bo'lsang, juda ham katta samara ko'rasan va harakat qilishliging ortadi. Va ya'ni bunday aytganda proyektlarni chizib olasan deyapti. Shunday qiladigan bo'lsak, har kuni o'sha albomingga, maqsadlaringga, rasmlaringga qaraganingda shunchalik bir katta bir zavq olasan deyapti. Men buni qilishga harakat ko'raman. Xudo xolasa vaqt ajrata olmayapman. Ya'ni qanday? Misol uchun men hozirgi paytda ingliz tilida o'qiyotgan bo'lsam, IELTS olganligimni rasmlarini, o'sha yana o'quv markaz ochayotganligimni rasmlarini, yana bir qancha sayohat qilayotganligim rasmlarini olib, chiqartirib, bitta albomga joylashtiraman va har doim kechki payt o'sha charchab qolgan paytimda yoki ertalab reja qilmoqchi bo'lgan paytimda birinchi navbatda o'shalarga qarayman. Qani nimalar qilishim kerak? Nimalar menga zavq beradi? Nimalardan bir rohat olaman degan maqsadda shunday qarayman. O'sha men o'sha tasavvur qilib yurganman. Ertalab ba'zida tasavvur bo'lmaydi, miyada hech narsa bo'lmaydi, ammo o'sha rasmga qaraganimizda, bizning maqsadimiz bo'lgan o'sha rasmga qaraganimizda bizga juda ham katta energiya beradi. Men mana shu narsani o'rgandim. Ya'ni rasm bizning maqsadlarimizni iloji boricha miyamizda olib yurishimiz, balki uni albom sifatida yaratib, uni rasmlarini olib joylab borishligimiz
va unga har kuni qarab yurishligimiz kerak. To'xtang endi. Ana shu yerga man sizga zo'r narsa aytaman. Aha. Qilaman degan ish bilan, bir kuni degan ish bilan, bir kuni degan orolga borasiz. Manimcha siz birinchi reytingni o'sha hozir Durdona ertalab gapirgan samaradorlik 21 yo'li kitob haqida gapiryapti. Man sizga hozir zo'r narsa ko'rsataman. Mana telefonim. Assalomu alaykum yana bir bor. Nimaga aytsa, mana visualization deydi-ku. Mana telefonda Lamborghini, qizil Lamborghini va nima deydi? Man turibman. Raqami ham bor, bu yerda ko'rinmagan. Masalan, nima qilasiz? ChatGPTga falonchijon deysiz, ChatGPTjon deysiz. Man xullas maqsadimizda yuribman. Man maqsadimizda yuribman. Maqsadim shu 10 ta. Siz aytganingizdek 10 ta maqsadim shu. Shuni menga erishish xaritasini, vizual xaritasini, rasmini yasab ber deysiz. Sizga uni rasmini yasab beradi. Telefoningizda ekraniga yopishtirib qo'ying. Siz uni qog'ozdan chiqarib, unga bilasizmi qancha energiya ketadi. Uni shunday chiqarasizda, bo'ldi, yopib qo'yasiz, tamom, o'ssin. Unaqa o'zida qiynal. Qog'ozdan chiqarib rasmga qarab turgan bilan maqsad amalga oshmaydi. Harakat muhim. Lekin bitta narsa, siz qayerga qarab borayotganingizni bilsangiz, energiya suvga qolganda energiyangiz 10 barobar, 100 barobar qaytadan paydo bo'laveradi. Shu yana fikrlarni bildirishingiz mumkin bo'lmasa keyingi insonga beramiz avvaldik. Aynan qarang, siz boyagi mana shu maqsad aniq qilyapsiz-ku. Ya'ni SAT o'qiyapsiz, matematika o'qiyapsiz, ingliz tili o'qib, bir bolalar qilib tashlayapsiz-ku. Hali sizda o'sha katta maqsad yo'q. Agar siz mana xuddi o'zi kitobda yozilgandek siz maqsad xaritasi bosib to'ldiring 5 ta modulda va ko'rasiz. Man haqiqatan maqsadlarim juda hali kichik ekan deydigan narsaga o'zingiz guvoh bo'lasiz. Siz to'ldiringda, mana Shohrux aka, mana bunaqa to'ldirdi. Siz aytadigan savollarga qarang. Biz hammamiz shunday harakat qilamiz. Ertadan kechgacha bir kunduz kuzatingda. Bir tafakkur qilib ko'rsangiz hech narsa qilganingiz yoki nima qilganingizni chiqib ketadi. Shu nuqtai nazardan shovqinlar bilan buzib o'tishib, avval aniq boradigan yo'l, aniq boradigan xarita yo'lni chizib olishingiz kerak. Bo'ldi, mana shu pishib. Shuni bilasizmi, hozir shunday taassurot bo'ldiki, ya'ni aslida hozir kun davomida o'qiyapmiz-da, matematika, ingliz tili, yana bir balolarni tashlayapmiz. Lekin haqiqatan shu bu qilayotgan narsam juda ham kichik ekanligini tushundimda. Ya'ni o'zimni qiynab yuribman, lekin mayli, kattaroq maqsad qo'yamiz. Bu albatta maqsad emas, albatta bu jarayon. Inshaalloh undan keyingi erishishimiz kerak bo'lgan narsalar juda ham katta va ko'p. Mayli, xudo xolasa o'sha nimani to'ldirib chiqsam o'zgarib ketadi ancha narsa. Hozir ko'p kitob o'qiyolmayapman. Chunki vaqt bo'lmayapti. O'qigan narsamga amal qilishga va bilgan narsamga amal qilishga harakat qilyapman. Shu sababdan hozir ancha foyda bo'lyapti mana shu narsalarda, ya'ni amal qilish borasida. Chunki uxlash va kun tartibini to'g'irlash, reja tuzish va reja tuzish orqali miyani bo'shatish. Misol uchun men prokrastinatsiya bilan o'sha kurashayotgandim. Buni rosa ham, ya'ni ishlarni orqaga surish bo'yicha muammoim bor edi. Bu muammoni qanday qilib yechaman deb o'ylab yurgandim. Hozirgi paytda juda ham ko'pchilik insonlar bo'ladi. Ertalab turadi yoki kechki vaqt, ba'zida kechki vaqt bo'ladi. Men nima qilaman? Ertaga nima qilaman? Mana hozir uxlaymikan yo uxlamaymikan? Biroz telefon chiqalaymi yoki shunga o'xshash narsalar, ya'ni ishni orqaga surish, nimadir qilish. Balki insonning ichida, shu miyasining ichida shu holat yuz beradi. Juda ham chalkashliklar, yana allom bilan narsalar sodir bo'layotgan bo'ladi. O'sha vaqtda
inson qo'liga shunchaki o'sha daftarni yoki men hozir paytda to do list ilovasidan foydalanyapman. Judayam samarali. Olasizda o'sha 2 kunlik, 3 kunlik vaqtlarni joylashtirib chiqasiz. Ya'ni joylashtirib chiqish kerak bo'ladi. Ishlarni joylashtirib, men buni bugun mana bunday qilaman. Buni bugun mana bu ishni qilaman va bu eng xuddi siz aytganingizdek kunni o'sha 3 ta eng muhim ishdan bo'lsa va tagidan o'shani izoh yoziladi. Mana bu muhim ish va bu ishni mana bu vaqtda qilinadi. Mana bu holatda, mana bu vaqtdan bu vaqtgacha va mana bu bo'laklarga bo'linib chiqilinadi. Keyin sekin-sekin o'sha bajarib общий umumiy o'sha muhim ishni tugatilinadi. Mana shunday qilish orqali, ya'ni prokrastinatsiyani tugatish mumkin, to'xtatish mumkin. Ya'ni rejalash va oldindan qaror qabul qilib qo'yish orqali o'sha ishlarni orqaga surishlikni to'xtatish mumkin. Men bu narsani qilganimdan beri va qilayotganimdan beri ishlarni orqaga surmayapman, umuman surmayapti. Ya'ni buni qilaymikan, qilmayman, yo'q. Men rejalarimga qarayman. 3 kunlik reja tuzayotgan bo'lsam, rejalarimga qarayman. Bu vaqtda mana buni qilishim kerak ekan degan xulosaga kelaman-da. Shunday turib vazifamni bajaraman. Hozirgi paytda judayam oson va judayam samarali bo'lyapti. Qanday muammo bo'lmayapti. Ya'ni ishlarni orqaga surish yoki qoldirish bo'yicha. Shunchaki uxlashim kerak bo'lgan vaqt kelganda shunchaki borib yotyapman. Qolgan ish hammasi shunday tashlanyapti. Ya'ni tashlanyapti. Ya'ni o'sha vaqt kelgan paytda. Chunki bunga sabab prokrastinatsiya bo'lmayotganligiga sabab men ishlarni oldindan qaror qilib qo'yganligim. Ya'ni aslida o'zi prokrastinatsiya bu qaror qabul qila olmaslik orqali ishlarni orqaga surishlik bo'ladi-da. Biz qaror qabul qilmasligimiz orqali ishlar orqaga surilib ketaveradi. Men shuni oldindan qaror qilib qo'yish orqali to'g'riladim. Alhamdulillah hozir ham yaxshi. Bugun ertalab ko'rdim. Bugunga rejam yo'q edi. Ertalabga, lekin sayrga chiqmoqchi bo'ldim. Men bugun juma loyihasi bo'layotgan ekan. Shunda qo'limga telefonni olib sayr qilishga chiqqanman. Alhamdulillah hozir endi kunimni yana 3 kunlik rejalashtirib chiqaman hozir. Zo'r. Ertalab nima qilishimni bilmay turdim. Keyin reja qilishga harakat qildim. Hozir shunaqa xulosalar keldim. Faqat ozlik ilmingiz ziyoda bo'lsin. Maqsadlaringizni aniq real nima deydi, hayotga aylantirishdan to'xtamang. Zo'r. Biz nima deyman, o'sha yuqorida hamma tavsiyalarni aytdik. Muhimi bilishmas, bajarib ko'rishlik davom etsangiz, tez orada natijasini ko'rishingizni ishonaman. Agar fikrlaringizni tugatgan bo'lsangiz, keyingi insonlarga so'z beraman. Rahmat. Tugatdim. Rahmat. Ilmingiz ziyoda bo'lsin. Charchalang. Bizda keyingi ishtirokda Nilufar ekanlar. Singlim bilan men gapirsam maylimi debdilar. Biz sizga so'z navbatini beramiz. Assalomu alaykum. Men gapirsam bo'ladimi? Va alaykum assalom. Siz gapirsangiz bo'ladi. O'zingiz tanishtirib boshlashingiz mumkin. Men Nilufar opaning singillari Kamol va Hayotxon bo'laman. Bugun men sizlarga beg'ushtoq ertagini aytib bermoqchiman. O'tgan zamonda bir kambag'al chol va kampir yashar ekan. Kambag'al chol bir kuni xotiniga aytibdi: "Xotin beg'ushtoq pishirib qo'y" debdi. Xotini beg'ushtoqni pishirib bo'lib uni tokchaga qo'yibdi. Beg'ushtoq birdan hayajonga kirib, tokchadan dumalab tushibdi. Yo'lga yuraverib, bir quyonni uchratib qolibdi. Quyon aytibdi: "Men seni yemoqchiman" debdi. Beg'ushtoq: "Meni yema, men senga qo'shig'imni aytib beraman" deb qo'shig'ini aytib berib, dumalab ketaveribdi. Ketaverdi. Yonida bo'rini uchratib qolibdi.
aytibdi. Men seni yeyman debdi. Bo'g'irsoq unga aytibdi. Meni yema, men senga qo'shig'imni aytib beraman debdi. Yana qo'shig'ini aytib bo'lgach, dumalab ketibdi. Dumalab ketaverib, ayiqni uchratib qolibdi. Ayiq aytibdiki, men seni yeyman debdi. Bo'g'irsoq unga meni yema, men senga qo'shig'imni aytaman debdi. Qo'shig'ini aytib bo'lgach, yana dumalab ketaverib, yo'lidan tulkini uchratib qolibdi. Tulki men seni yeyman debdi. Bo'g'irsoq qo'shig'ini aytaman desa, tulki burnimga chiqib ayt, men seni eshitolmayman debdi-dayu, burniga chiqib ayta olgach, uni yeb qo'yibdi. Ertangni o'qib tushunib yetdimki, bo'g'irsoq kabi hammaga ishonmasligimizni tushundim. Rahmat. Rahmat. Hayotxon. Ilmingiz zo'rda bo'lsin. Hech qachon kitoblarni tajriba qilishdan to'xtamang. Aynan bu kitobdan nima xulosa oldingiz yoki nima fikrladingiz sizda? Nimani o'rgandingiz? Har kimning gapiga ishonmaslikni, aldanmaslikni tushunib yetdim. Zo'r. Kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Shifokor. Zo'r. Sizdan buyuk shifokor chiqishiga ishonaman. Hech qachon taslim bo'lmay, maqsadlaringiz ustida ishlashdan to'xtamang. Rahmat. Biz keyingi navbatni Nilufarga beramiz. Nilufar, bemalol gapirishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Agar ovozim yaxshi yetib borayotgan bo'lsa, gapirishni boshladim. Yaxshi eshitilyapti. Bemalol gapirishingiz mumkin. Aha, katta rahmat. Kuni kecha Tohir Malik qalamga mansub Alvido bolalik asarini mutolaa qilib chiqdim va bu asarlardan katta xulosalarni oldim. Asarning qisqacha syujeti haqida gapirsam. Asar bolalar qamoqxonasining ichida qanday hayot o'tishi, bolalarning dardlari, kechinmalari haqida boshlanadi va muallif o'zining kitobini aytayotgan vaqtida bir Axbor ismli bolani ko'rib qoladi va u bilan birga maslahatlashadi va shundan keyin kitobning taqdimoti boshlanadi. U yerda Qamariddinning hayoti, Asrorning naqadar bilimli va aqlli bo'lishiga qaramasdan, Qamariddinlarning, ya'ni o'g'rilarning hayotiga kirib qolishi, ularning do'sti Asrorning ham mana shu yo'l, ularning do'sti Samarning ham xuddi mana shu yo'ldan ketishi, Keldiyorovlarning oilasi haqida hikoya qiladi. Qamariddin yoshligida ota-onasi ajrashib ketgan, otasi o'lgan, onasi esa boshqa bir inson bilan yurayotganini ko'rib qoladi va o'shandan keyin ota-onalarga bo'lgan mehrsizligini shafqatsiz ifodalaydi. Ya'ni bunday deydi: meni qo'limga miltiq beringlar, men ota-onalarimni otaman, undan keyin o'zimni ham otaman. Va men yo'q, to'xtanglar, men o'zimni otishdan oldin sudga borishim kerak va sudda men gapirishim shart. Ota-onalar mana shunday qiliqlari bilan bolalarini beziktirib yuborishadi va men mana shundan keyin o'g'irlik yo'liga kirganman va undan keyin meni otib tashlashsa ham mayli degan gaplarni gapiradi va biz mana shu satrlar orqali Qamariddinning ichida qanday kechinmalarni ifoda etayotganini ko'rishimiz mumkin. Asror esa juda ham aqlli, boy va davlat oiladan bo'lmasa ham o'rtachahol oiladan chiqqan, matematikani juda ham yaxshi biladigan kam sonli o'quvchilardan biri edi. U aksariyat matematika darsida o'qituvchi o'tmas, Asrorning o'zi o'tar edi. Va Qamariddinga qo'shilganidan keyin Asror butunlay o'zgarib qoladi. Matematikaga umuman qiziqmaydi. O'zining qo'shnisi bo'lgan Dilfuzaga ham e'tiborni qaratmay qo'yadi. Vaholanki u Dilfuzani doimo himoya qilib yurishi shart edi. Chunki Dilfuza ham yetim, onasi o'lgan, otasi esa urushdan qaytib kelib cho'loq bo'lib qolgan, 6 ta bolaning opasi edi. Dilfuza ham mana shunday odamlarga suyanib qolgan edi va Dilfuzaga e'tibor qaratilmagandan keyin ularning geografiya o'qituvchisi qattiqqo'l muallim Dilfuzaning otasiga turmushga chiqadi va shundan keyin Dilfuzaning hayoti ham buzilib ketadi. Keldiyorovlar, ya'ni bu Keldiyorovlar ham juda ham katta o'g'rilar hisoblanib, Keldiyorovning o'g'li o'sha Mayor Soliyev, ya'ni
militsiyaning inspektori Mayor Solievning qo'liga tushib qoladi va Keldiyorov bu ishni yopdi-yopdi qilib yuboraman deydi va katta pul, ya'ni pora taklif qiladi. Biroq Mayor Soliev o'zining pensiyaga chiqish jarayonida bu ishni qilmaydi va men mana shu ishni oxirigacha olib boraman deydi. Asardan olgan asosiy xulosam shuki, biz har qanday vaziyatda ham o'g'irlik yo'liga kirmasligimiz, jinoyatchilik yo'liga kirmasligimiz kerak. Asarda esa Qamariddin, Asror va Samadning bir qotillik qilganlari aks etgan. Ya'ni ular anhor bo'yida bir sigaret so'ragan katta bir insonni o'ldirib, anhorning bo'yiga tashlab yuborishar edi. Va asar mana shu ishning tergov ishlari bilan olib borilishi bilan ham yakunlanadi. Va biz Keldiyorovlar singari boy-badavlat bo'lsak-da, har bir ishni, ya'ni har bir jinoyatni yopdi-yopdi qilib yubormasligimiz, jinoyatchilar har qanday vaziyatda ham, har qanday boylik yoki mablag'ga ega bo'lsa-da, ular baribir jazosini tortishi kerakligini anglab yetamiz. Va pora olish haqida ham bu yerda qisqacha aytib o'tilgan va pora har qanday insonni yomon yo'lga boshlashini ham o'rganib oldik. Meni tinglaganingiz uchun rahmat. Aytib bermoqchilarim shulardan iborat edi. Va xullas man mana shu narsani eshitib turib, haqiqatdan Tohir Malik buyuk yozuvchilar ekanligini bilaman. Bu asarni yozish uchun hatto o'sha bolalar koloniyasi tarbiyalash maskani, ya'ni yoshlarni qamoqxonasigacha tashrif buyurib, yoshlar bilan suhbatlashganda keyin man nima demoqchimanki, qanaqa tushuntirsam sizga? Aynan asarni oxiri salbiy tugashiga ham sabab hamma ijobiy qahramonlarni kutadi-da, lekin Tohir Malik nimaga uni salbiy tugatdingiz deganda, hamma jinoyatchilar jinoyatchilikni zo'r deb o'ylamasligi uchun man buni salbiy tugatdim deb aytadi. Xullas, man bu yerda nima demoqchiman? Bizam qanaqa asarni o'qiymizmi yoki o'rganamizmi yoki mana bu suhbatda o'tiramizmi, bu o'qigan asarimizni o'z hayotimizni bir dasturiga aylantirmasak, bilish, gapirish, fikrlarni aks ettirish bilan hech narsani hal qila olmaymiz. Ya'ni siz nimani o'qidingizmi? Man shuni qo'lladim. Masalan, keling 10 ta 10 minut gapirdingiz, lekin xulosagacha aytdingiz. Tajriba qilmadingiz. Tajriba qilish kerak. Mana shu jinoyat qilmasligini kerakligini biz hammamiz bilamiz. Lekin jinoyat qilib qo'yamiz. Keling, yolg'on gapirish kerak emasligini hammamiz bilamiz. Lekin yolg'on gapirib qo'yamiz. Keling, kitob o'qish kerakligini hammamiz bilamiz. Lekin kitob o'qimaymiz. Yoki o'qigan kitoblarni tajriba qilish kerakligini hammamiz bilamiz. Lekin tajriba qilmaymiz. Yoki qanaqa qilib tajriba qilishni bilmaymiz. Endi men sizga nima uchun mayda-maydalab tushuntirdim. Keling, shu jinoyat ya'ni haqidagi kitob bolalik xotiralarimdan siz nimani tajriba qildingiz? Hayotingizga aniq ishlatdingiz. Shuni menga ayting. Xulosa kerak emas, fikr kerak emas. Aynan siz ishlatgan narsa. Asarda qilgan tajribam bu Asror singari o'zimizning yo'limizni topa olmayotgan vaqtda ham o'sha o'g'rilar to'dasiga qo'shilmasligimiz kerakligini anglab yetgandim va mana shunday insonlarga qo'shilmasligim kerakligini tajriba qildim va buni hayotimda ham har kuni eslab yuraman va buni qo'llamasligimga imkon yaratib beryapman o'zimga. Aynan kimga qo'shilmadingiz? Shunaqa vaziyatga qo'shilayotgan vaziyat bo'ldimi? U qilmaslik kerak degan narsani hech narsa o'zgarmaydi Nilufar. Tushuntirib bera oldim-a, misol uchun. Shunaqa vaziyat bo'ldi, o'sha narsani qilmay ko'rsangiz, siz bajarib tegib ko'rsangiz tajriba bo'ladi. Keling, dugonangiz aytdi. Ketdik, ko'chaga aylangan chiqamiz. Ya'ni bozor aylanishga boramiz. Siz darslaringiz bor. Yo'q, men dars qilishim kerak dedingiz, qilmadingiz. Ana shunda siz tajriba qilgan bo'lasiz. Yo'q, men qo'shilmadim, men gaplashmadim desangiz, u tajriba hisoblanmaydi. Ya'ni sizni qilaman, qilmayman tajriba emas, tegib ko'rishingiz kerak. Gapirishingiz mumkin. Aynan shunaqa bir tajriba aytolmaysiz. Demak, qiyin. Qarang,
sekin o'rganib ketasiz. Mamnun qiling. E, Nima demoqchiman? Sizning eng katta maqsadingiz nima, Nilufar? Kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Kelajakda diplomat bo'lmoqchiman. Endi diplomat bo'lish uchun nima qilish kerakligini, qayerga, qanaqa universitetga o'qish kerakligini bilasizmi? Asosiy fanlar, ya'ni ingliz tili, ona tili, matematika, tarix haqida ham ozgina bilimim bor va ularni shakllantirishga harakat qilyapman hozirdan. Yo'q, qaysi universitetga o'qish kerak? Yuridik universitetimi, adashmasam. Ko'rdingizmi? Siz boradigan manzil qayer ekanligini bilmaysiz. Boradigan manzilingiz siz diplomat bo'lishingiz uchun endi xohlagan universitetni bitirishingiz mumkindir. Bo'limlari bordir. Diplomat bo'lish uchun xalqaro e, jahon o'sha diplomatiya universiteti bor O'zbekistonda. Ya'ni joylashgan o'rni adashmasam Toshkentda Maksim Gorkida edi. Adashmasam. Keyin yoki bo'lmasa men sharqshunoslik universitetini tugatganman. Yoki bo'lmasa Islom universitetini xuddi xorijiy xalqaro munosabatlar degan fakulteti bor. Xuddi o'sha 3 ta universitetda xuddi shunaqa fakultet bor. Men sharqshunoslikni xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti degan fakultetni tugatganman. O'sha paytlarda xuddi sizga o'xshab men ham diplomat bo'lishni orzu qilardim va diplomatiyaga topshirishni xohlaganman. Lekin qanaqadir o'sha paytda tajribasizligim yoki uydagilarni ruxsat bermaganligi sababli sharqshunoslikka topshirganman. Va yo'q bo'lmas, nolimayman, kam bo'lmadim. Bu meni xalqaro iqtisodchi, strategist va entrepreneur, ya'ni biznesmenga aylantirdi. Xuddi sizlar ham avval o'sha matematika, ingliz tilini o'qiysiz-ku, zo'r, ona tilini o'qiysiz. Lekin o'sha diplomat yoki tarix o'qiysizlar, diplomat bo'lish uchun o'sha qaysi universitetga qachon topshirasiz? Imtihonlar qachon bo'ladi? Qanaqa insonlar u yerga imtihonsiz qabul qiladi? O'shalarni o'rganib olsangiz birinchi, keyin unga borish yo'llarini ishlab chiqasiz. Ya'ni o'qiyotgan kitoblaringiz bor-ku, Nilufar. Shunaqa keling, ChatGPTdan ko'p kishi foydalanishni bilmaydi. Siz 200 dan ortiq kitob o'qiganlardan insonlardan bittasisiz. Bitta eng oson usuli shunaqa qilingda, ChatGPTga ayting, "Men diplomat bo'lishim kerak. O'zbek tilidagi qaysi kitoblarni o'qisam eng zo'r diplomat bo'laman, badiiy kitoblar, menga tavsiya qil, ketma-ketligini" desangiz, ChatGPT ham aytadi. Diplomat bo'lish uchun mana shu avtorda shu yozgan kitobni o'qisang, sen sekin-sekin diplomatik munosabatlarni shakllantira borasan deydi. Bo'ldi shu. Yechim mana shu yerda. Rahmat. Keyingi nimadir yangilik bo'ldimi siz uchun? Yoki mana shu suhbatdan manfaat ola oldingizmi? Ha, albatta o'zimning o'sha maqsadim uchun borayotgan yo'limni qanday topish kerakligini o'rgandim va aytgan gaplaringizni albatta qo'llab ko'raman. Fikrlar uchun rahmat. Rahmat, ilmingiz ziyoda bo'lsin. Bizlarni keyingi ishtirokchimiz Malika. Malika, biz sizni eshitamiz. Siz qaysi kitob o'qidingiz? Qaysi kitob tajriba qildingiz? Nimalarga erishdingiz? Bir haftadan bu hafta o'tgan haftadagi Malika bilan bu haftadagi Malika qanaqa kalibrda o'zgara oldi? Davom etishingiz mumkin. Assalomu alaykum ustoz va kitobxonlar. Men yaqinda Shukrullo qalamiga mansub Kafansiz ko'milganlar asarini mutolaa qildim. Asar juda ham qiziqarli va urush davridan so'nggi asr haqida so'zlaydi. Asarda Shukrullo o'zini hayotini, qamoqdagi hayotini asosiy qilib yoritib bergan. O'zini birinchi qamoqqa tushish holatida u yolg'ondakam amaldorlarni o'zini usuli bo'lgan va o'sha usuli tufayli uyini tintuv qilib oddiygina bir xalq dushman deb
dushmani deb chiqarilgan yozuvchilarimiz bor. O'sha kishilarni bir dona she'ri yoki bir dona misrasi bo'lsa ham uni qamatish uchun shu katta sabab bo'la olgan va shu tufayli ko'plab insonlar deyarli barcha insonlar qamalgan. Amaldorlar o'zini mansabiga katta e'tibor qaratib, boshqalarni oddiy fuqarolarni pastga urgan va shu bilan bundan tashqari o'sha xalq dushmani deb chiqarilgan begunoh insonlar o'g'rilardan-da qattiq jazolar ko'rishgan, o'g'rilardan-da yomon otliqqa chiqishgan va u keyinchalik u baribir chiqadi bu qamoqdan, lekin u sevimli shoirlarni, sevimli yozuvchilarni yoshligidan mutolaa qilgan, lekin u kitoblarni ko'mib yuborishgan, hattoki dinni ham diniy kitoblarni ham mutolaa qilishga qo'yishmagan va shundan so'ng insonlar nochor holga kelib qolishgan. Ba'zi insonlar o'zini dinidan va mansabidan voz kechgan, g'ururidan voz kechgan bo'lishi mumkin, lekin yozuvchimizdek insonlar o'zini mansabidan ham, g'ururidan ham, yozuvchilarga bo'lgan sadoqatidan ham, vatandan ham voz kechmagan va u voz kechmagan bo'lsa ham u boshqalarga bu narsani sezdirmagan, ichidagi dardini faqat o'zi bilib hech kimga aytmagan, chunki ishonchli odamlar ham juda ham kamayib qolgan va u ko'pchilik bolalar o'sha paytda yetim bo'lib qolganligi, ota-onalarini yo'qolib qolganligi va hattoki erkaklar bilan birga ularni oldiga bolalarni boshqa yerlarga tashlab, ular ikkalalari birga ketgan, qiyinchiliklar ko'rgan paytlari ham bo'lgan va shukrulloh bu narsa bilan adolat qani deydi. Adolat bu yerda bo'lganda bunaqa narsalar bo'lmasdi deb keyinchalik bu 2 yil ichida nechidir qanchadir vaqt o'tgandan so'ng u adolatni izlamay ham qo'yadi. Shunday darajaga yetadiki, umuman u chiqishiga nima deydi, ishonch bog'lamaydi. Avvalgi u juda ham katta ishonch bilan hozir keladi, chiqarib yuboradi degan xayolda bo'ladi. Lekin ular uni so'roq qilishganda mani otam oddiy ishchi edi yoki mani otam shunaqa joyda ishlardi degan so'zga mani otam diniy nima deydi, u masjidlarga chiqib o'qiladigan kishi, din bo'yicha juda ham mukammal kishi, shayx deb yozib beradi va bu bilan u o'sha paytlardagi dinni qoralagan insonlar, mansabdorlar, amaldorlar dinlarni islom dinini ham yo'qotishga kirishgan va shu sabab bilan ham juda ham katta jazo berishlari mumkin bo'lgan. Lekin yozuvchimiz shu joyda ham aytib o'tadiki, hay, hozir otam o'shana din peshvosi bo'lganda ham nima bo'lar, nima o'zgarar, dinni nima aloqasi bor bu kishilarga deydi. Lekin bu ularni bu narsalardan maqsadi dinni qoralash emas yoki insonlarni bekordan bekorga qamash emas, ulardan yaxshi inson chiqishi mumkinligi. Yozuvchilarni qamashni asosiy maqsadi o'zi ilmli bo'lishi kerak va boshqa hech kim undan ustun bo'lolmasligi kerak degan narsani ilgari surgan va asarda oladigan asosiy g'oyamiz boshqalarga ishonmasligimiz. Agar o'zimizni haq deb boshqalarni nohaq deb aytaversak, haqiqatan ham xuddi shunday bo'lsa ham baribir unaqa demasdan nima deydi, boshqalar bilan gaplashganda ham to'g'ri muomalada bo'lib, yaxshi muomalada bo'lishimiz va o'zimizni pulimizga, amalimizga yoki xizmatimiz qanchalik balandligiga qarab ish tutmasligimiz kerakligini tushundim va o'sha narsani birorta orzu qilsak, o'sha narsaga baribir bir kun emas, bir kun yetishimiz mumkinligini tushunib yetdim va u Shukrullo ham o'zini chiqishiga ishonch poylagan va umidni ba'zida so'ndirib
qo'yishiga oz qolgan paytlari ham bo'lgan, lekin u umidini umuman uzmagan chiqishidan va keyinchalik haqiqatan ham adolat kelib bir kun chiqib ketadi va shu bilan asarimiz yakun topadi. Men asardan shuni tajriba qilib ko'rdimki, biror hozir zulmat ichra nur degan so'z ham shu joyda bo'lsa kerak. Bir boshda qiyinchiliklarga botib boramiz va keyinchalik esa keyinchalik o'sha yaxshi kunlar ham keladi. Bir kun emas bir kun sabr qilsak, sabrning tagi sari qolsin deydilar-ku. Shunaqa sabr qilsak, bir kun buni natijasini ko'ramiz va men Assalomu alaykum. Qaysi asarda muhokamasi ketyapti? ko'rdimki, Va alaykum assalom. Hozir shu kishi fikrlarini tugatib olsalar, anaqa bu loyihada o'zingiz xohlagan asaringizni bemalol gapirib, tajribalaringizni ulashsangiz bo'ladi. Hozir shu kishi fikr tugatib olsalar, anaqa qilib, ya'ni navbat olib bemalol siz ham gapirishingiz mumkin. Xohlagan o'qigan asaringizni. Malika, davom etishingiz mumkin. Uzun so'raymiz sizdan. Xo'p, ustoz, men shuni tajriba qilib ko'rdimki, meni ham bir maqsadim bor edi, lekin bu juda ham kichkina maqsad. O'zimni odatimga erta turishni qo'shish bu narsaga, lekin ba'zida erisha olmasdim. Ko'pincha to'g'rirog'i, ko'pincha erisha olmasdim. Doim kech turardim, lekin maqsadim degan joyda men 4:00 dan 6:00 ga qadar turishim kerak degan narsani yozib qo'yganman. Bu narsaga ko'p usullar qilib ko'rdim. Masalan, juda ham ko'p marotaba budilnik qo'ydim yoki boshqa biror nima qildim, lekin siz aytgan gapingizdan so'ng, ya'ni kechqurun bir vaqtda uxlasam, uxlasak, o'shandan keyin ertalab budilnik qo'yish shart emas degan narsangiz haqiqat bo'lib chiqdi gapingiz, va buni o'z tajribamda ko'rdim. Bu erta turish uchun men har kun soat 10:30 yoki 40lar atrofida uxlayman deganman va bu vaqtdan o'tmadim. 1-2 kun bo'ldi. Bu narsaga bir haftalik bo'lib qoldi. Erta turishni boshladim. Masalan, bugun ham budilnik bo'lishidan 5 minut avval uyg'onibman. Bu tajribam boshqalarga manfaatli bo'lgan bo'lsa xursandman. To'xtang, kitobdan nima tajriba qildingiz? Menga kitobni gapirib berdingiz-da, kitobdan tajribani aytmadingiz. Balki kitob nomini ham biz eshitmay qoldik-da. Shunga biza o'sha suhbatdoshimizdan savol berdilar, qaysi kitob muhokama bo'lyapti deb. Shu haqida ham gapiring, kitob nomi va nima tajriba kitobdan? Ustoz, bu kitob nomi Kafansiz ko'milganlar va muallifi Shukrullo. Bu kitobdan tajribam esa shukur qilish, hayotimizni har bir yashayotganimizga, sog'lomligimizga shukur qilishimiz va hattoki adolatni qidirmasligimiz. Adolat o'zi bizani nima deydi? Adolatni qidirmaslik emas, juda ham unaqa o'zimiz ish qilmasdan o'tirmasligimiz ham kerak emas-u, lekin adolat ba'zida keladi, ba'zida yo'q. O'sha davrdagi adolatsizliklar asosiy muammo bo'lgan va insonlarni insoniyligini yo'qotmasligi kerakligi asosiy g'oya deb tushundim va men har bir ko'pchilik insonlar noshukur bo'ladi va bu insonlar bu asarni o'qib ko'rib o'sha bitta nonni juda ham urushib yeganliklari, yana u davrdagi qiyinchiliklar, hattoki Zo'r. Bo'ldi, Malika, bo'ldi. Tushundim. Demoqchi bo'lgan narsam, shukur qilib yashashni o'rganibsiz, erta turishni tajriba qilibsiz. Yomon emas. Demoqchi bo'lgan narsam, qolganlar ham gapirish kerak. Iloji boricha hurmatli kuzatuvchilar, fikrlarni 3 minutdan 5 minut orasida ifoda etsak, qolganlarning vaqtini tejashga harakat qilgan bo'lamiz. Endi
men bitta narsa aytmoqchi edim. Aynan siz aytadigan Shukrulloni kafansiz ko'milganlar asari o'zi aytib beradida kitobida ham. Nima deydi? Men bu asarni o'qimaganman, lekin ustozimiz sharhlab bergan. 5-sinfdami, adashmasam 5-sinfda adabiyot ustozimiz sharhlab bergandi. Ular chuqur ko'rlar ekan, ma'nosiz. Keyin chuqurga kasal, o'lish xohlayotgan yoki nimjon odamlarni ya'ni ular juda qiynar ekanda, o'zi surgunda, Sibirda, sovuqda o'sha joni uzilgan odamlarni ko'mar ekanda, ko'mib, yana boshqa kuchli chuqur kovlab, yana shunaqa ishlarni ko'p qilar ekanda. Ya'ni shunaqa bir qiyin davrlarni boshidan o'tkazganda, o'sha uchun ham bu asar shunaqa nima deydi, shon-shuhrat, nom qozonadiki, haqiqiy real hayot tasvirlab bergani uchun. Shu sabab ham shunaqa. Endi Shukur haqida gapirdik. Shukur ham shu. Siz har qanaqa holatda oldinga harakatlanish uchun shukur qilib, bu borliqda yashayotgan his qilsangiz, siz katta ishlarni amalga oshirib tashlaysiz. Rahmat, Malika, ilmingiz yo'l bo'lsin. Biz keyingi ishtirokchiga beramiz. Bintu Qomar profili ostida, bilsam Nigor opa bo'lsa kerak. Opa, siz hafta davomida nimani o'qidingiz, nimani o'rgandingiz, nimani tajriba qildingiz? Biz sizni eshitamiz. Assalomu Bir alaykum. daqiqa opa, men bitta narsani eslatib o'tmoqchi edim. Xullas, men bitta narsa aytmoqchiman. Oramizda shunaqa qahramonlar borki, balki millatni buyuk bo'lishini xohlaydi, balki o'zini payini boshqalarda bo'lmasligini xohlaydi. Ismlarini bilmayman. Menga maqsad xaritasidan yozibdilar. Astanxaya kanali sizlar ilm eksport qilishda to'xtamaysizlar. Men sizlarga ko'p narsa o'rgandim. Rahmat. Meni bitta niyatim bor edi. Yaqinda Rossiyadan keldim. Keyin O'zbekistonda kunlik ishga chiqdim. 3 kun ishladim va orttirgan pulimdan ma'lum bir qismini ilmga sarflashni niyat qilgan edim. Va ilmni omonat sifatida sizga shu kitob sovg'a qildingizlarki, kitob ulashmoqchiman. Menga karta tashlab bering. Shunga siz ruxsat berasizmi debdilar. Endi o'qishni bilmayman, ismlari yo'q. Men shunday ko'rdimda, biz ruxsat beramiz deb o'sha ma'lum bitta kartani tashlab qo'ydik va tashlab beribdilar. Bugun kitobxonlar uchun ana shu sirli ishtirokchimizdan bitta qo'shimcha kitob ulashadigan bo'ldik. Ko'p katta pul emas, 75 ming so'm pul ulashibdilar. Lekin eng qiziqcha joyi borda, bu inson mana 1-3 kun ko'chada qanaqadir ish qilib, keling 1 million topgandirlar, 300 ming topgandirlar, 500 ming topgandirlar. Endi bilasiz, O'zbekistonda ko'chada ish qilish narxi qanchalik? O'sha ish qilib turib, men uchragan payim bilan boshqalar uchramasin deb shunaqa niyat qilibdilar. Men o'ylaymanki, xuddi Azafon to'la Sog'uniy qilgan bashorat yaqinlashyapti. Ya'ni bizlar osh o'rniga kitoblarga oshirib turadigan zamonga yaqinlashyapmiz. Men shu insonni, shu qahramonni sizlar ham duo qilinglar. Shunaqa bir buyuk bir natijaga qaytsa, hech bo'lmasa farzandlarining olim ulamolar chiqishini so'rayman. Bugun mana juma kunimizdan bir muqaddas kunlardan bittasi. Ya'ni hamma kun o'zi Alloh kuni, lekin juma kuni bir boshqacha kun. Duo qilsangiz ham, gapirgan so'zingiz ham farishtalar amin deb yuborsa, ancha yaxshi tomonga o'zgarib ketar ekansizda. Bo'ldi. Shu yerda Nigor opa bemalol gapirishingiz mumkin. Keyingi ishtirokchiga beramiz. Assalomu alaykum. Hammaga xayrli tong. Jumamiz barakatli va xayrli bo'lsin. Erta tongdan shu loyihani tashkil qilganlarga birinchi o'rinda minnatdorchilik bildirmoqchiman. Keyin menga shu loyihani tavsiya qilgan insonga ham doim rahmat aytyapman. Chunki endi boshida loyiha haqida ozgina fikrimni bildirib olsam, chunki mana shu loyihani har juma kutyapman-da. Keyin o'shanga qarakat fikrlarimni tartiblayapman. Nima haqida gapirishimni, nima xulosa olishimni, nimani reja qilayotganimni birinchi o'rinda maqsadimni qo'yib olyapman. Shu hafta davomidagi bo'lgan maqsadlarimni qo'yib olyapman. Endi keyin o'sha iloji boricha As-Sanxiya doirasidagi ko'p loyihalarga qatnashishga harakat qilyapman. Iloji boricha. Endi kitobga keladigan bo'lsak, men
hozirgi daqiqada behalol avlodda o'qiyapman. Hali tugatganim yo'q. Ishlar, vaqtlar juda tig'iz bo'lib qolganligi uchun. Lekin bugungi nimada man Muqaddas azobni gapirmoqchiman. Chunki bu kitob menda rosa kuchli taassurot uyg'otgan. Rauf Elasundiki. Rauf Elasunda hozir yana bitta kitobini o'qiganman. Unda ham rosa naqa qilganman. Hozir nimani kitobni naqasi esimga kelmayapti nomi. Haligi bolani naqa qilishadi. Husan haqidagi xullas o'sha kitob, u kitob ham rosa ta'sirli edi. Hozir kitobning nomi esimga kelmayapti. Halol luqma bo'lsa kerak. Halol luqma. Halol luqma. Xuddi asha halol luqmada ham rosa ta'sirlangan joylarim bo'lgan edi. Men ham farzandlarimda qayerda xato qilyapman degan joylarim rosa ko'p bo'lgan edi. Asha kitobni o'qigan jarayonimda. Muqaddas azob haqida sizlarga hozir qisqacha o'sha o'zim xulosalarim, olgan tajribalarimni bo'lishmoqchiman. Muqaddas azob bu shunchaki o'qiladigan kitob emasda. Buni har bitta holatini inson ichidan o'tkazadi. Rauf Elasun bu asarda baland ovoz bilan gapirmaydi. Shunchaki jimlik, shunchaki sukunat odamni larzaga soladi. Har bir sahifada azobdan qochma, u seni sindirish uchun emas, tozalash uchun keladi degan bitta fikr mavjud. Bitta siz uchun nima deydi? Signal borda bu kitobning ichida. Menga yoqqan tomoni muallif azobni qurbonlik sifatida emas, tarbiya sifatida ko'rsatadi. Qahramonlar azob chekadi. Lekin bu azob shunchaki azob emas. Bu azob insonni tovlaydi, har tomonlama yuksak marraga intilishga yordam beradi, ichki dunyosini kengaytiradi. Bu kitobda dramatik bezaklar kam. Shunchaki kitob sifatida o'qimaysiz. Ko'z yoshlari o'z-o'zidan quyilib keladi bu kitobni o'qiyotganingizda. Hammasini hayotdagidek og'ir va sokin, rost bo'ladi. Til jihatdan ham kitob o'ziga ortiqcha dabdaba yo'q, gaplar qisqa, lekin og'ir. Kitobdagi har bitta jumlani, har bitta dialogni tahlil qilasiz o'qiganingizdan keyin. O'quvchi ham o'ylab yuradi. Bu kitobda kitob kayfiyat ko'tarish uchun emas, tez o'qib, masalan, men bu kitobda 368 sahifa bo'lsa, 2 kunda o'qib tugatganman, lekin aurasidan, uni ta'siridan bir hafta 10 kun davomida chiqib keta olmaganman. Hatto atrofimdagi tanishlarimga ham mana shunaqa bo'larkan deb hatto gapirib berganman kitobni. O'sha bir soat davomida gapirib bergan vaqtlarim bo'lgan. Ular qiziqishib o'qishganda, atrofimdagi insonlar ham shu kitobni o'qishdi. Bundan olgan xulosam, azob inson uchun berilgan sinov. Bundagi eng ta'sirli joyi menda Musoni ravzada vafot etishi, har bir narsani o'lchov bilan yaratganligi. Men bu kitob deb qabul qilmadim. Bu chunki men qahramon bilan har bir azobni totib ko'rdim va har bir kelgan musibatga sabr qilishni o'rgandim. Va har qanday holatda ham halol bo'lishni o'rgandim. Va yana bir gap, eng ta'sirli qilgan menga eng holatdan doim meni shu azoblaydigan unaqa deb desam ham bo'ladi. Ota-ona qanday bo'lsa ham farzand shunday bo'ladi, insonni jamiyat buzadi degan qarashlar bu kitob menga yo'qqa chiqardi-da. Chunki Muso qanday ota-onadan bino bo'lganini va qanday jamiyatda yashab kurashganini, ichida nima his qilganini birgalikda his qildim. Birinchi o'rinda Allohga bo'lgan ishq bo'lsa, hammasi o'tkinchi, hammasi ro'yoligini his qildim. Shundagina hamma azob muqaddas bo'lishini his qildim. Shuni ta'kidlab o'tmoqchimanki, bir xilgi payt farzandlar, bir xilgi payt insonlar shunday aytishadiki, mani ota-onam shunday qilgan. Men shunaqa jamiyatda, shunaqa muhitda katta bo'lganman deyishadi-da. Bu noto'g'riligini mana shu kitobdan o'qib bildim. Mani olgan xulosam shu va olgan tajribam ham shu. Siz qanaqa jamiyatda yashaysiz, qanday oila muhitida yashaysiz, u oila muhitdan chiqib ketish, u jamiyatga moslashish, moslashmasligingiz bu o'zingizga bog'liq. Eshitganlaring uchun rahmat. Tinglaganlaring uchun rahmat. Hammalaringga xayrli kun. Zo'r gapirdingiz. Lekin men buni qo'shimcha to'ldirib ish qiladigan bo'lsam, qarang. Hamma haq, haqiqat hayron degan gap bor-da.
Ya'ni, siz gapirganingiz to'g'ri, lekin bizani 90% aholi deymizmi, insoniy yer sharining 90% aholisi, em, 99% fikrlashini, hayotini ota-onasi, ustozi va jamiyat 3 ta narsadan oladi. 3 ta narsa orqali uni fikrlashi, miyasi, ongi, hayoti shakllanadi. Faqat taqdir hammani o'zini yozilgan taqdir kitobi o'zi kerakli bo'lgan yo'lga boshlab boradi. Lekin bizani har bir harakatimiz, eshitgan fikrlarimiz, o'rgangan narsalarimiz orqali tashqarida aks etadi. Endi ota-ona agar xato bo'lsa, ustoz yaxshi bo'lsa, yaxshi e, farzand voyaga yetishi mumkin. Agar ustoz xato bo'lsa, ota-ona yaxshi bo'lsa, yaxshi farzand voyaga yetishi mumkin. Endi ustoz ham xato, ota-ona ham xato bo'lsa, bunaqa jamiyatlarda, ya'ni bunaqa oilalar bo'ladi-ku, bunaqa atrofda xuddi jamiyatda ham shunaqa xato ota-onalar, xato oilalar, xato ustozlar ko'payib ketadi va jamiyat bir varakayaga tanazzulga yuz tutadi. Endi jamiyatda rivojlanish uchun nima qilinadi? Jamiyatda yoki insonni bitta shaxsdan boshlaylik, rivojlanish uchun nima qilinadi? Inson 20 yoshigacha ota-onasini ham tanlolmaydi, ustozni ham tanlolmaydi. Xohlasa, xohlamasa uni taqdiri kitobiga bu yozilgan. Endi buni o'zgartirish uchun 20 yoshdan keyin qarayapti, maktabda aytilgan narsalar o'xshamayapti. Ustozi aytgan narsalar o'xshamayapti. Ota-onasi aytgan narsalar o'xshamayapti. Ota-onasiga ergashish kerakmi? To'g'ri yo'lni qilish uchun yoki to'g'ri yo'lga ergashish kerakmi? Yoki ustozi aytganiga ergashish kerakmi? Yoki to'g'ri yo'lni qilish kerakmi? Endi ustozni ham inson xato qilishi mumkin. Xato programma bosgan bo'lishi mumkin bolaga. Endi jamiyat qilgan ishda hamma qilyapti, mashina sotib olish ustida bosh qotirish kerakmi uy bilan? Yoki to'xta, kitob sotib olish ustida bosh qotirish kerakmi? Yoki uyni buzib, qayta qurib tashlash ustida bosh qotirish kerakmi? Yoki bo'lmasa farzandiga bor pulini tikib shu ustida bosh qotirish kerakmi? Yechimga kelishni boshlayapti. Buni qanday qilib yechiladi desa, endi siz kitob o'qib ijodkorlikni boshlashingiz kerak. 20 yoshdan keyin o'z taqdiringiz o'zingizning qo'lingizda va buyuk yozuvchi Allohning qo'lida. Ya'ni siz o'rganmas ekansiz, o'qimas ekansiz, siz avvalgidek eski odam bo'lib qolaverasiz. Jamiyat programma qilgan ongsiz mavjudga aylanib qolaverasiz. Ya'ni bu deganda nima demoqchiman? Hayotingizni o'zgartirish o'z qo'lingizda. Bu opa yuqorida zikr qilganlaridek, hayotimizni egasi bizmiz. Mana bugun Hasanxon Yahyo ustozni Shamoli Muhammadiya asarini sharhlashda zo'r narsaga duch keldim-da. Ya'ni o'shanda bitta hadis ketgan ekanda, hadismi endi voqea deb rivoyat deb o'ylaylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam suyukli payg'ambarimiz, Habibimiz Umar ibn Xattobdan so'rabdilar. Umar ibn Xattob oldilariga kelibdilar-da Rasululloh anhu. Ey Rasululloh, men sizni ota-onamdan ham, hammadan ko'ra dunyo boyliklaridan ham ko'ra ko'proq yaxshi ko'raman debdilar. Keyin savol beribdilar-da Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ey Umar, o'zingizni ancha degan ekanlar. U insonlar haqiqatku zo'r odamlar bo'lganda, uylanib qolibdi. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, hatto o'zingdan ham ko'proq meni yaxshi ko'rsang, ana shunda haqiqiy mo'min bo'la olasan debdilar. Bu yerda nima yotadi? Ota-bobomiz aytgan ishni qilmasligimiz kerak. To'g'ri yo'l bor, to'g'ri dastur bor, to'g'ri yo'nalish bor. Ana shu to'g'ri yo'nalishda nima yozilgan bo'lsa, shuni qilinsa, zo'r narsalarni amalga oshirib yuborsak bo'ladi. Men nima demoqchiman? Endi men ko'pincha nutqlarimda, fikrlarimda o'z tajribalarimdan ulashib ketyapman-da. Mana kitoblarimni men sizlarga o'rgatib ketyapman, o'rgangan pointlarimni. Endi yana bitta narsa haqida gapiraman. Men o'zingni yaxshi ko'r, sen dunyoga kelgan takrorlanmas mavjudotsan degan narsani shunchaki osmondan olib, g'arb psixolog kitobdan olib aytmaganman. O'zimizda qadriyatimizda bor va
kitobi sunnatdagi yer narsalar haqida gapirgan. Lekin ko'p kishi buni anglab yetmaydi. Endi qarang-da, ota-onasi gapirdi, jamiyatda gapirdi, butun dunyo bo'ylab gapirdi, keyin o'zingdan deb so'radi. Odam o'zini yaxshi ko'rmasa, o'ziga yaxshi narsalar ko'rmasa, boshqa ravo ko'rmaydi. Shu nuqtada baribir oxirgi nuqtada odam o'zini o'ylash boshlar ekanda. Shuning uchun ikkinchi tomoni bizada yo'l aniq, usul aniq, faqat o'rganish va o'zimizni berilgan ilmlarni ko'proq tajriba qilish orqali biza yangi zamonni birgalikda qurishimiz mumkinda. Keyin yana men bir kuni bitta kitobni qo'ydimda stol ustiga uyda. Xonadoshim ko'ribdi. Kitob nomi men profilimdan qo'yib qo'yganman. Kimdirda buni noto'g'ri tushunishi mumkin. Aqllilar ham ko'pda. Noto'g'ri tushunishi mumkin. We are as gods degan kitob. Ya'ni tarjimasi nima desangiz, biz xudolardekmiz degan atama, kitob nom. Uni hammani qarashi qabiliyati bor-da. Lekin bu kitob biz bu kimdir aytgandek shirk ma'nosini ham anglatadi. Lekin ikkinchi tomoni bor. G'arb ular ko'p xudoga ishonmaydi. Individual hamma narsaga erishish mumkinligiga ishonadi. Lekin bu kitob yozuvchilari ikkovi ham xristian. Ya'ni evangelistlar. Ular Isoni Xudoning o'g'li deb ishonadi. E'tiqodda shunaqa. Demoqchi bo'lgan narsa o'sha Iso payg'ambar Iso alayhissalomning qilgan tajribalarini qilib nima deydi? Bitta ikkita narsalarni bugun fan texnika bilan erishilganini ko'rsatyapti, hamma narsani qilolmaydi-ku. Shu nuqtai nazardan. Endi nima demoqchiman? Xonadoshim aytdi, Shohrux aka, kitobingizni o'qib, men ham qo'yapsiz, sizga ta'sir qilmaydimi dedi. Nimaga desa, kitobni nomi juda boshqacha ekanda dedi. Keyin aytdim, bular odam xudodek bo'ladi degani emas. Masalan, tasavvur qiling. Batman bor dedim yoki Spiderman bor dedim yoki dedim mana bu Misrda Tot, keyin Amon-Ra degan xudolar o'tgan dedim. Yoki mana Hindlarning xudolari bor. Keyin butunlay bo'lgan narsalarni Uzzo, Lot shunaqa butunlay ko'p bo'lgan-ku o'sha qadim paytlarda. Xuddi mana shu nazar nuqtasidan ular odamlar ilohiy miyasiga aniq qilib olgan yoki Ramayana bo'lgan hindlarda xuddi mana shu narsalarni odam anaqa bo'ladi-ku. Nima deydi? Shularni ko'rsatgan asarlarda tasavvur qilib inson tasavvuri bilan bu hammasi inson tasavvurida yaratilgan narsalarda, unaqa narsalar bo'lmagan aslida. O'shani ular tasavvur qilib, xuddi ularni tasavvurida yozgan narsasi insonlar bugun real hayotda amalga oshiryapti degan narsani anglatadi dedi. Men dedim bu kitobni o'qiyotgan bo'lishim mumkin. Men rasmni profilimda qo'yib qo'yganman dedim. Lekin bu kitobni o'qish davomida endi qolganlarga o'sha meni kimdir aytishi mumkin, psixolog kitob o'qib bu o'zini fikrlarini so'ndiryapti. Endi fikrlar juda to'g'ri insonlar ham ko'p to'g'ramizda. Men bu kitobni bitta We Are As Gods degan kitobni o'qish bilan birga men g'arbni texnikasi, texnologiyasi, bugun ilm-fan qanaqa cho'qqa yetib keldi degan narsani ko'rish bilan birga buni yozuvchisi Böyle Steven Kotler kelajakda Xudo qayerda deydigan, biza Xudo qayerdaligini bilamiz. Mindsetda ya'ni o'sha bo'yicha ilmiy ishlar olib boradi. Bunisi inson 1000 yil yashashi mumkin degan Ibn Sino aytgan-ku, inson hayotiy anaqa davomiyligini uzaytirish mumkin deydigan qadriyatga bo'ladi. Biroq qadriyat boshqacha. Taqdirga yozilgan kundan yuqori yasholmaymiz, lekin sog'lomroq, yaxshiroq, yoshroq ko'rinishda yashashimiz mumkin. Ana shu narsa nuqtai nazardan bularning bittasi sog'lom turmush tarzini ilgari sursa, bittasi intellektualizm, ya'ni Alloh qayerda deydigan narsa bo'yicha asarda kitobda yozadi-da. Endi men nima demoqchiman? Fikrimni tugataman shu joyda. Men bu bitta kitob o'qish bilan birga o'qiyotgandirman. Endi qarang, men odamda filtr bo'lish kerak-da, hurmatli kuzatuvchilar, tinglovchilar. Shu bitta kitob bilan birga Shamoli Muhammadiya, Tarixi Muhammadiy, Hadis va hayot 11-juz, Islom moliyasiga kirish, keyin xalqaro islom moliyasi kursi va shu bilan birga islom moliyasini tushunish degan bitta kitob. 3 ta bo'lgani islom moliyasi asoslari 4 ta. Yana shu bilan birga 4 ta kitob bo'lsa, keyin bundan tashqari o'sha Hadis va hayot 11-juzda aytdim. Ikkita sirat haqida kitob aytdim. Opshi 7 ga yaqin o'zimiz islomiy manbalarga doir kitob o'qiyman-da. Yana kamiga
internetdan qanaqadir podkastlar eshitaman. Qanaqadir mana bu. Mana shunaqa himoya qilgan holatda bitta kitob o'qishim mumkin. Demoqchi bo'lgan narsam, mana bu kitobni o'qi, mana bu kitobni o'qima deydigan saviyadan biz o'tib ketdik. Siz qanaqa kitob o'qidingizmi? E'tiqod uchun emas. E'tiqodingizni mahkam ushlayda, ya'ni o'zingizni rivojlantirish uchun o'qing. Men kim bo'lmoqchiman deng. Mani maqsadim nima? Menga qanaqa kitoblar kerak? Men kelajakka yoki 10 yilga shu ishlarni amalga oshirmoqchiman. Qaysi kitoblar meni muvaffaqiyatga erishishimga yordam beradi? ChatGPTdan so'rang. Bir. Keyin ustoz topingda, ustoz ChatGPT shunaqa deyapti. Men qaysi kitobdan o'qisam, mana shu maqsadimga tezroq yetib olaman deng. O'zi ustozlaringiz aytadi. Mana shu narsaga yetib olib beringlar, bo'ldi. Hammasi o'zgaradi. Ya'ni fikrlash bilan qarashlar munosabatida, ya'ni fikrlar o'zgaradi, munosabatlar o'zgaradi va harakatlar o'zgaradi. Biz faqat bitta linear thinkingda qotib qolmasligimiz kerak-da. Kitob o'qigan inson ijodkorlikka yuqori bo'ladi. O'sha ijodkorlikdan qilib borishimiz kerak. Mani gapirmoqchi bo'lgan narsam mabodo, ya'ni men deydigan narsani ilgari suradi Shohid Karimov deydiganlar uchun Imom Shofiy ham shogirdlarini Imom Shofiy aytgan deyishdan qaytargan ekan. Falonchi aytgan o'zingni shaxsiy o'rniga so'y. O'zingdan soya yasa, birov soyasiga ustoz soyasi yoshini olib aqlingni qilma deb aytgan ekanda. Shu nuqtai nazardan yoki Rasululloh har bir g'azot safariga o'zlari chiqqan paytlarida Madinada turli xil har doim boshqa insonlarni lider, hokim qilib, omil qilib tashlab ketganlar yoki qanaqadir urushlarga insonlarni yuborsalar, har doim 17 yoshligini ham, 60 yoshligini ham, 40 yoshligini ham, yangi musulmon bo'lganini ham boshqa liderni boyagidek rahbar qilib yuborgan ekanlar-da. Bu bichimga bo'lmagan, shaxslarni yasash kerak bo'lgan. Mana shu nuqtai nazardan qarashimiz kerak-da. Rahmat opa, ko'p narsalarni, og'riqli narsalarni siz ochib berdingiz. Ko'p gapirib yuborgan bo'lsam uzr so'rayman, chunki ichkaridagi yonib turgan narsa tashqariga chiqishga majbur bo'ldi-da bugun. Keyingi inson adashmasam, bizani yosh lider taslim bo'lmas chegaralarni, ilm chegaralarini buzib tashlaydigan inson Azizoyga beramiz. Azizoy, gapirishingiz mumkin. Avvalambor assalomu alaykum. Men 2 kun avval Sohil yoqalab chopayotgan Olapar asarini o'qidim va kecha kechqurun tugatdim. Bu asardan o'zimga juda ham katta g'oyalar va bir donagina bo'lsa ham tajriba qilib ko'rdim. Buni sizlar bilan ulashmoqchiman, maylimi? Mayli, ulashishingiz mumkin. Iloji boricha tajribalar. Rahmat kattakon. Men bu asarni o'qib, o'zi sohil yoqalab chopayotgan Olapar asari juda ham zo'r yozilgan bo'lib, asarda 3 nafar yoshi katta ovchilar bo'ladi. Ular o'z hayotini qurbon qilib, Mitta Krisk deb ataladigan bola bo'ladi. Ya'ni uning ismi Krisk bo'ladi. U yoshligidan endi 11 yoki 14 yosh orasida deyilgan. 14 yoki 11 yosh orasida bo'lsa ham u ovchi bo'lishga qiziqadi va ota-bobosini kasbini olishga harakat qiladi. Bunda o'zi kattalar ham unga ko'maklashadi. Ya'ni Emrin bilan Milton degan obraz bo'ladi. Bular juda ham zo'r obraz deya olaman, chunki ular shu bolaga hali sen kichkinasan, biz o'zimizni ishimizni qilishimiz kerak, hayotimizda o'zimizga pul yoki mablag' to'plashimiz kerak, baliq to'plab yoki baliqni sotib demagan. Yur degan bir kun seni olib boraman, senga o'rgataman ovchilik kasbini degan. Biz bundan bilishimiz mumkinki kattalarni o'zi juda ham qari bo'ladi-da. Shu sababli o'zi o'lishini bilib turib, ya'ni o'lim bilan yuzma-yuz kelganda ham insoniyligini yo'qotmaydi. Ularning maqsadi o'zidan yaxshi nasl qoldirish, ya'ni insonni zoti yoki uni urug'ini, davomchisini bir dona bo'lsa ham o'zimdan qolsin degan maqsadda harakat qilishadi va bunga erisha oladi. Bu asarda shuni tushunib yetishimiz mumkinki, men Fotimaning bolasi degan kitobni ham o'qidimda, bunda lekin unday emas. Ya'ni birovning bolasini o'zini qiziqishlarini yoki o'zi qilmoqchi bo'lgan ishlarini qilmaydi. Ya'ni Fotima obrazi shunaqa. Lekin bu kitobda kattalar shu bolalarning qiziqishlarini ro'yobga chiqarishni xohlaydi. Bundan men o'zimga tushunib yetdimki, insonlar ham 2 xil bo'lar ekan dedim. Ya'ni ular o'zini farzandiga qaraydigan, e'tibor beradigan, o'zidan zo'r
davomchi qolishni xohlaydigan bo'larkan. Ikkinchisi bo'lsa, ular ham o'zidan yaxshi davomchi qolishni xohlaydi, lekin bolasini tazyiqlar yoki o'zini prinsipdan chiqarolmaydida. Shunaqa ota-onalarni yo'q qilish kerak. Ya'ni bu bilan boshqa ma'noda emas, ya'ni u ota-onalarga ham shunaqa to'g'ri tarbiya bera olsa, shu prinsiplardan chiqara olsa bo'lishini tushuntirishimiz kerakligini tushunib yetdim va asarda nomida Olapar deyilgan, lekin bundan bilamizki, Olapar bu itni nomi, lekin aslida Sodiq bu itni obrazi keltirilmagan. U quruqlik, vatan ramzi bo'lgan, uzoqdagi bitta it qiyofasida ko'rinadigan qoya bo'lgan. Ya'ni tuman tushsa u ko'rinmaydigan bo'ladi, lekin quyosh chiqsa ko'rinadigan bo'ladi. Biz bundan bila olishimiz mumkinki, inson tabiatda juda ham ustun bo'la olmaydi. Ya'ni ular ham shu qoyaga ketishayotgan bo'ladi, birdan tuman tushib qoladi, yana yo'lga qaytishadi. Lekin qaytayotganda quyosh chiqib yana sal ko'rinishni boshlaganda, shunda ular juda ham katta kuchi bilan borishadi. Bundan bilishimiz mumkinki, insonda doimo kuch bo'lishi kerak, qudrat bo'lishi kerak, doimo harakat qilish kerak va asarda Nef degan xalq bo'ladi. Shu xalq afsonalari orqali insonni doimo ovchi bo'lish, ularda ota bobo kasbi deymiz-ku, shunaqa kasbi bo'ladi va bunga davomchilarni doimiy tayyorlab kelishadi va asarda qayiqda suv tugagan bir paytda ovchilarda suv bilan umuman suv degan narsa ularga kerak bo'ladi, lekin ular tushunishmaydi. Bu okeandan suvni olib, uni ichsa bo'ladi degan tajriba yoki xulosani qilib ko'rishmaydi. Ular o'z navbati bilan suv ulushidan voz kechishvoradi, o'zini dengizga tashlashadi. Ya'ni qayiqda suv to'layotgan bo'ladi, ular suvdan chiqishmoqchi bo'ladi, lekin hamma yog'i suvligi sababli o'zlarini qurbon qilishga harakat qilib ko'radi. Ya'ni o'zlarini qurbon qilishib turib, Kriskni qutqarib qoladi. Ya'ni uni chekkaga olib chiqib qo'yadi. Bundan bilamizki, insonlar doimo o'zini farzandlari bo'lmaydi, u ovchilar, balki ularning qishloqdoshlari bo'ladi. O'zini qarindoshi yoki yaxshi insoni bo'lmasa ham unga yordam bergandan biz insoniylik obrazi kitobda juda ham zo'r aks etganini bila olamiz va men bu asarni o'qishim davomida bitta tajriba qilib ko'rdim. Ya'ni o'zimni hayotimda birorta yordam bergan yoki menga tajriba ulashgan insonga rahmat aytish tajribasini qilib ko'rdim. Ya'ni asarda ham Krisk oxirida ularga rahmat aytadi, lekin ular vafot etgan bo'ladi. Shu sababli men o'zimga yordam bergan odamlarga rahmat aytmoqchi bo'ldim. Lekin ularda hayotda borligi menga juda ham zo'r xulosa bo'ldi, ya'ni tajriba bo'ldi. Krisk aytolmaydi, juda xafa bo'lib yig'lab, lekin rahmatini aytadi. Lekin men shunda o'zimni ustozim, meni 2 yildan beri tayyorlab kelayotgan ona tili fanidan ustozimga rahmat aytdim. Ya'ni meni qanday bo'lsam ham qabul qilib, boshidan o'rgatib, menga shu saboqlarni berganingiz uchun rahmatlar aytaman dedim maktabga borganimda va ustozim aytdiki, dedi, senga nima bo'ldi? Doimo o'zi rahmat aytib turaman, lekin bunchalik ayta olmaganman-da. Shunda nima uchun bo'ldi deganda aytdimki, men shu asarni o'qib, ustoz sizga shu rahmatimni aytmoqchiman desam, aytdiki, sen juda zo'r tajriba qilib ko'ribsan dedi va shu sahar loyihamga ham ustozim kirishimni xohlagan va shu tajribani ayta olganim menga juda ham zo'r xulosa yoki tajriba bo'ldi. Ya'ni men bu asarni o'qib turib o'zimga shu tajribani qildim va asarda o'zimga o'qishim davomida qayiqdagi 11 yoshli bola uni bitta joyga borib, ya'ni shu qoyaga borib turib qaytib kelganda o'zi qariyalar bilan o'zini juda ham zerikan his qiladi-da. Ya'ni bola tushunmaydi, hali yosh bo'ladi. Shu nimaga meni aldashyaptimikan, qaytib ketyapmiz-u deb o'ylaydi. Lekin o'lim bilan ular yuzma-yuz kelganda bola o'zini yosh bolaligidan chiqa oladi. Ya'ni o'zini shu kattalar bilan teng bo'lgan shaxs, ya'ni do'st sifatida qabul qiladi va u o'zini katta tuta oladi-da. Bu asardan shuni xulosa qilishimiz mumkinki, inson ba'zi narsalarda yosh bo'lganiga qaramasdan og'ir vaziyatlar kelganda o'zini tuta oladi va juda ham yaxshigina javob bera oladi. Asardan men shularni tushundim. O'zimda
kichkinagina tajriba bo'lganiga qaramasdan yaxshigina xulosalarni oldim. Ya'ni bu kitobdan o'zimga shu kerakli ma'lumotlarni oldim. Zo'r. Azizoy, eng muhimi ustozlarni hurmat qilish kerak. Men tepada ustoz haqida gapirdim. Kontekstdan noto'g'ri chiqarib qo'ymaysiz. Ustozlarni men gapirgan paytimda 3 ta narsa gapiraman-da. Ya'ni birinchisi hammasi yaxshi ustozlarni ular ham o'sha o'zida bor ma'lumotga qarab o'qitadi-da. Birinchisi oylik kutib yashaydigan ustozlar. Faqat oylik bo'lsa bo'ldi, boshqa narsa qiziq emas. Ikkinchisi fanini yaxshi o'qitib berayotgan, bor bilimini berib o'qitayotgan ustozlar. Vijdona. Uchinchisi buyuk ustozlar. Buyuk ustozlar qanaqa bo'ladi? Siz buyuk ustoz, buyuk motivator bo'ladi. Ya'ni o'quvchisida kelajakka kim bo'lishini aqli, farosati bilan anglaydi va o'zi o'qitadigan fan uni kelajakka qanaqa kerak bo'lishini, maqsadiga qanaqa yordamchi bo'lishini anglatadi. Va o'quvchisi hatto nima deydi, hamma ishini yig'ishtirib, uni darsiga keladigan darajaga chiqishiga ongli ravishda zamin yaratadi. Ana shunaqa ustozlarni buyuk ustoz deyish mumkin. Endi ustozingiz bilan qilgan tajribangiz juda zo'r bo'libdi. Ustozingiz mana bitta lider yanayam kuchli lider bo'lishiga yoki mana oddiy misol respublikadagi taniqli yoki tanlab olingan global maqsadli strategik 20 dan ortiq liderlarning orasida bittasi siz bo'lishingizga sababchi bo'lyapti-da. Bu katta natija degan. Ya'ni agar shu ustozingiz sizni tavsiya qilmaganida, men sizni Aston Lider kompaniyasiga qo'shmagan bo'lishim ham mumkin emas. Yoki keling, mana bu suhbatda mana bunaqa kalibrli gaplarni gapira olmayotgan bo'lishimiz mumkin emas. Demoqchi bo'lgan narsam, ustozingizga rahmat. Sizni to'g'ri liderlikka olib boradigan xaritani ko'rsatdi. Menimcha sizni ustozingizdan bir buyuk ustoz bo'lsa kerak. Rahmat Azizoy, fikrlarni tugatmoqchi, suhbat qo'yishingiz mumkin. Ha, shu meni ustozim shu Asal Lider kanaliga ham qabul qilgan. Ya'ni shunga kirib ko'rsang juda ham ko'p o'qiysan. Yosh kitobxon tanlovida yutqizganimdan keyin qabul qilganda, ya'ni sen mana shunga kirib ko'rgin-da degan. Shu o'zingni xulosalaringni, tajribalaringni ayta ol, shu kitoblaringdan shundan o'qiding deganda, o'zimni oyim, ya'ni ona tili ustozim ham sertifikatga tayyorganim, shu menga tavsiya qilganim oyim bo'ladilar. Zo'r, zo'r. Hech bizlarni endi bilmayman, loyihamizda fikr bildirganlarni eshitmagan. Muhimi shu. Demak, ham ustoz, ham do'st, ham sizni kelajakka to'g'ri yo'lga boshlaydigan so'rakadi onangizdan. Bugun mana onangizga mos farzand bo'la olyapsiz-da. Rahmat eshitira olyapsiz. Hamma ham bu sharafga erisha olmaydi. Ilmingiz ziyoda bo'lsin, to'xtamang. Rahmat kattakon. Keyin o'zi hamma gapirib bo'ldi. Do'stdonaga so'z beramiz. Do'stdona gapirish imkoniyati bor bo'lsa, ikkinchi marta gapirishingiz mumkin. Do'stdona, biz sizni eshitamiz. Samaradorlikning 21 yil kitobidan yana qilgan tajribalarim, misol uchun maqsad xaritasi botdan 1dan 5-modelgacha to'ldirib chiqqandim va ularni tushungandim. 6 bilan 7 ni o'qib chiqqanimda ham tushunmadim, qo'yolmadim o'zimga. Uni qo'llashim uchun avvalo
Bu narsani yaxshilab anglashimiz kerak ekan. 20 ta maqsad yozardim, avval bir kunda bajaraman deb. Ularni birontasini ham bajara olmasdim. Misol uchun, siz 20 ta maqsad yozsangiz, ularga har biriga vaqtingiz yetmaydi. Eng muhimlaridan boshlash va sizga eng muhimlarini qilishni tavsiya etilgan ekan. Ya'ni samarali yashashingiz uchun sizga kerak bo'layotgan eng zarur ishlarga vaqtingizni, energiyangizni sarflash haqida aytilgan ekan. Lekin endi tushundim. 7-modelni birinchi to'ldirganimda esimda bor. Unda kamida 10 ta vazifa yozgandim. Kun oxirida esa belgilab chiqqanlarim kundaligimda hozir qarab o'tiribman. O'shani belgilaganlarimda atigi 2 yoki 3 tasini bajarganman. Qolganlari hammasi chala ketgan. Kuningizni samarali o'tkazish uchun reja tuzib chiqing deyilgan o'sha samaradorlik kitobini. Misol uchun 20 ta reja tuzdingiz. O'shandan qaysi biri sizning maqsadingizga yetadi? Aniq belgilab chiqing. Misol uchun maqsadingizga shu yetishingiz uchun sizga ingliz tilidan sertifikat olmoqchimisiz? Ingliz tili darsiga ko'proq vaqt ajrating. Bu A vazifa bo'ladi. Undan keyin kitob o'qish B vazifa va xuddi shunday davom ettiring. Ya'ni bu bilinadi. Eng birinchi vazifangiz qaysi, undan keyingi vazifangiz qaysi ekanligini va energiyangiz borligi vaqtda aynan o'sha kerakli birinchi A vazifangizni bajarishingiz kerakligini aytilgan. Keyin kun oxirida ko'rsangiz, bironta ishni qila olmaganlarimni ko'rdim. Hozir esa aynan muvaffaqiyat kundaligida yozib chiqdimda, ularni eng asosiylarini belgilab chiqdim. Undan keyin ikkinchi qilgan ishim vazifalardan keyin tasavvur ham juda ham muhim ekan. Qarang-da, qilayotgan ishingizni aynan yutuqqa erishganingizni tasavvur qilishingiz uchun men kundaligimni olib shkafimni tepasiga qo'yardim. Haftada bir kun kelib, bir kunni ajratib o'sha kuni yozardim. Bunday ketmas ekan, chunki kundaligingizni oldingizga qo'yib har kun maqsadlaringizni takrorlab o'tirsangiz, harakatlaringiz, energiyangiz oshib borar ekan. Olib, ya'ni ko'zga ko'rinayotgan joyga qo'ysangiz, u sizga turtki bo'ladi. Ya'ni ko'rinib o'tiradi. Shu vazifani qilishni xohlashingizni belgilab beradi. 2 kun tafsiri hilol kitobini boshqa bir xonaga qo'ygandim. O'sha yerda obeddan keyin o'qigandim. Uni 2 kun boshqa xonada dars qildimda, umuman kitobni o'qiy olmadim. Bundan bilinadiki, sizga o'sha ish vazifangizni aynan qilishingiz kerak bo'lgan vazifangizni tez-tez o'zingizga eslatib turishingiz uchun, o'shalarni eslab turishingiz uchun ham ko'rinayotgan joyga qo'yish kerak ekan. Maqsadlaringizni doimo eslab turish, ularni qayta takrorlab o'tirish uchun tez-tez yozgan maqsadlaringizni o'qib turishingizni tavsiya berilgan. Keyin kitobda yana juda ham ko'plab aytilgan. O'zingizni majburlang deyilgan. Misol uchun, men kitob o'qish odatini birdan shakllanib qolmadim. Ko'pchilik aytadi, tinimsiz kitob o'qiysiz deydi. Bunday natijaga erishishimda ham birdan bo'lib qolmagan. O'zimni majburlaganman. Misol uchun, kitob telefonni olgan paytim vaqtingni kitobga sarflasang ham bo'ladi-ku deb. Hozir kitobdan zerikib qolganim uchun men bilmadim, qog'ozli kitob o'qiganim yo'q. Faqat telefonda mutolaa ilovasidan o'qiyapman. Telefonni qo'limga olganimda bir narsa hayolimga keladi. Telefonda o'tkazgan vaqtingni mutolaa ilovasidan o'tkazsang ham, ikkisi ham telefonni ushlagan bo'lasan. Agar juda ham o'rganib qolgan bo'lsang deb o'zimga o'zim dakki beraman. Ya'ni o'zimni o'zim majburlayman. Kitobda aytilgan eng asosiy ishlarga majburlab toki odat shakliga kelgunicha majburlang degan. Kitob o'qishni ham xuddi shunday berganman-da. Majburlab kitob o'qiganman. Ya'ni boshqa sheriklarimdan o'rganib, ilm ziyo guruhida qizlar guruhi bor edi. Undagi qizlardan har kuni kitob o'qiyotganini Sitora Sanaq degan dugonam bor edi. Hozirda u bilan gaplashmaymiz. Guruhdan ancha bo'lib ketganimga. Lekin aynan o'sha kitob o'qishimga turtki bo'lgan o'sha qiz deb o'ylayman. Chunki u doimiy kitob o'qiganiga bir kunda 200 bet, 300 bet bitta kitobni tugatdim deganiga shu ish qilgan ishni sen qila olmaysanmi o'zimga deb dakki berib majburlab o'qirdim. Mana hozir esa kitobni o'zim tasavvur qilishim qiyin. Chunki hozir 3 kundan beri onam aytadi, kitobni olmayapsan deydi. Men aytdim, telefondan kitob o'qiyapman desam, onam meni urishib berdi. Uni ham keyin kitobdan yana qilgan ishlarimizda aytilganlar borki, doimiy eng muhim ishlarni qilishimiz aytilgan. Keyin e'tiborimizni asosiy ishlarga qaratishimiz kerak. Misol uchun, kun davomida u ishlarga yo'q boshqa ishlarga vaqtni sarflab, energiyamizni sarflab qo'yamizda, eng muhim asosiy ishlarga qolganda hech qanaqa energiyamiz qolmaydi. Bu ishni to'g'ri ekanligi va o'zingizni energiya boy vaqtingizda eng asosiy ishlaringizni qilishingizni tavsiya berilgan. Men hozir kunlikda 7 kun maqsad xaritasi 7-modeli bo'yicha
muvaffaqiyat kundaligimni yozib chiqdimda, ulardan 3 tadan maqsad qilib chiqdim bir kunda. Ulardan hozir belgilab chiqdim. Hafta davomida qilganlarimni atigi bir kunda 2 ta qilibman. Boshida 10 ta 20 ta yozgandim. O'zim kulyapman. Negaki shuncha vazifani 10 ta yozgan edim, baribir ikkita 3 tasini qildim. Hozir esa 3 ta yozgan bo'lsam, ikkitasini bajaryapman. Bundan ko'rinadiki, samarali ishlashimiz uchun eng asosiy ishlarga vaqtlarimizni ajratishimiz va o'shanga diqqat markazimizni qo'yishimiz kerak. Va yana aytamanki, o'zingizdagi majburlang deyilgan. Uni aytdim. Har bitta misol uchun o'zingizni maqsadingizga sarflamas ekansiz, boshqa ishlarga sarflab qo'ygan vaqtingizni o'shanga ham sarflashingiz mumkinligi haqida aytilgan. Misol uchun ijtimoiy tarmoqlarda foydalanib yuramiz. O'sha ijtimoiy tarmoqqa sarflagan vaqtimizni kitob o'qishga yoki kundalik yozishga yoki maqsadlarimiz haqida oddiygina telefonni o'chirib o'ylab qo'yishimiz ham bizga ancha ruhlantiradi. Misol uchun kundaligimni tez o'qib turishni ham odat qilmoqchiman. Bu menga ancha ilhom berishini tushunib oldim, chunki o'tgan yil boshida yozgan maqsadlarimni ko'rib chiqsam, shunday maqsadlar qilgan ekanman deyman. Menga shunday dasturlangan. Unda maqsadlaringizni hayol qilsangiz, o'z-o'zingizdan bosqichma-bosqich tizimlashib ketadi. Yani qilsangiz, shu maqsadingizga yetish yo'l ko'taradi. Rahmat. Kitob o'qishni xohlaydiganlar uchun yoki o'qiydiganlar uchun zo'rlar. Juda ko'plab insonlarni hayotini o'zgartirgan qilaman. Bugun hammaga mana qilib berish kerak. O'xshagan kabi o'nta bir-biriga raqobat qiladigan loyihalar ko'paysa, biz rivojlanishni eng top nuqtasiga chiqib olamiz. Rahmat. Keyingi ishtirokchi Malika gapiraman degan ekan. Malika, biz sizni eshitamiz. Malika gapirmoqchi bo'lsangiz, biz sizni eshitamiz. Demak, bugungi suhbatni yakunlaymiz. Yakunlashdan oldin bir narsa aytmoqchimanki, bugun ham nimadir yangi narsalar o'rgandik. Bugun ham nimadir yangi narsalar tajriba qildik. Muhimi, kechagidan yaxshiroq bo'la olgan bo'lsak, biz yutdik. O'tgan haftadan ko'ra yaxshiroq bo'la olgan bo'lsak, biz yutdik. Eng muhimi mana shu. Keyingi hafta juma safar loyihamizda hammalaringizni ko'rishguncha deb qolaman. Ertangi kechki iftor loyihasida ham sizlarni kutamiz. Bugungi g'oliblar haqida ham gapirmoqchiman. Birinchi g'olibimiz Kamolova Hayotxon ismli 5 yoshli eng yosh bizga bo'g'irsoq hikoyasini aytib bergan inson deb olgan bo'lsak, ikkinchi g'olib bugun Durdona deb topishga qaror qildim. Chunki o'z ustida ishlagan, nimadirni boshqacha qilgan, tajribalar qilgan. O'zi aslan xiyachilarni g'olib deb masalan bo'ladi, lekin ular ham umid qilib, kitob o'qib, tajriba qilyapti. Ya'ni bu yerda adolat qayerda desangiz, adolat eng o'z ustida ishlagan odamlar g'oliblikka loyiq. Ya'ni bugun Durdonani o'z shaxsiy chegarasini buza olganini ko'rdim. Tajribalari bilan jamiyatga qiymat bera olganini ko'rdim. Ikkinchi g'olib eng yosh kitobxonimiz o'sha 5 yoshda bo'lib turib, ertaga aytishni boshlayapti. Ertaga u Amir Temur aytmoqchiday 100 ming otliq qo'shin qila olmagan ishni qila oladigan buyuk bir shifokor bo'la oladi. Masalan-da, o'zi shifokor bo'laman deyapti-da, 5 yoshda qayerga borishni biladi. Xudo xohlasa oxir-oqibat u shifokorga aylanadi. Balki shifokor bo'lmas, lekin o'z kasbini shifokoriga aylanadi. Ya'ni
shifokorlik bu hayot bilan bog'liq. Bu jamiyatga, insoniyatga qiymat beradigan insonga aylanadi. Men bunga shaxsan ishonaman. Qolganlarga ham rahmat aytaman. Xullas, bugun har biringiz yangi ilm bera oldingiz. Har biringiz yangi qarash, qadriyat bera oldingiz. Demoqchi bo'lgan narsam, biz o'tgan haftadan ko'ra bu haftagacha bir pog'ona yuqoriladik. Kechadan ko'ra bugun o'zi nimadir o'zgartirdik. Biz sizga bu kengashga keting. Kerak bo'lsa qo'llab-quvvatlang va bu hayotda eng yuqori istang. Ilm cho'qqilarni ko'rishguncha keyingi safar loyihasidan qolaman. Ustoz, men ham gapirsam, men ketdim, yozsam cho'kmoqchi shekilli. Men ismingizni mumkin yoshingizda Yoshim birga ismim Shohimzo, familiya Habibullayev. biz biz hamda salkam adashib ekansiz. Men To'pdamdan Amir Temurni erta aytaveraman. Nimani tarjima qilib ko'rdingiz? Amir Temur 1936-yilning 9-aprelida Movarounnahrning ko'rkam Shahrisabzning Kechning Xo'jaylilg'or qishlog'ida tavallud topgan. Amir Temurning otasi Tarag'ay bola boshidan degan naqlga amal qilib, o'g'liga yoshligidan yaxshi ta'lim-tarbiya bergan. Amir Temurning otasi yoshligidan bolasiga yaxshi ta'lim-tarbiya bergan. Amir Temur 6 yoshida qilichsiz jang qilgan ekan. Dushmanlar bilan jang qilishibdi. Abbos degan o'rtog'i aytibdi, biz 2 kishimiz-ku, ular 3 kishiga ham biz yutkazamiz deganda Amir Temur aytgan ekan, ular 3 kishi bo'lsa ham biz yutamiz desa nimaga degan ekan Abbos. Chunki biz aql bilan ish qilamiz, ular aql bilan qilmaydi, biz yutamiz debdi. Bo'pti deb urushibdi, yutibdi. Keyin yana uylar qal'asida o'tirsa, bir kuni hujum qilishibdi dushmanlari. Keyin hujum qilishsa, senlar taslim bo'lishaver, keyin senlarga hujum qilmaymiz desa, Amir Temur aytibdi, mayli qilishsang qilishaver, biz taslim bo'lmaymiz debdi. Keyin Amir Temurga onasi ertalab choy ichmasdan chiqib ketsa, Duraga non, olma, shunaqa mevalar, narsalar bergan ekan. Keyin Amir Temur qal'asini ichiga dasturxonni yozib olma, shirinliklar, non narsalar solgan ekan. U dushmanlar ham qonni ochiydi ekan, eshikka ipni bog'lab sekin ochibdi. Ochsa dushmanlar ko'rib, qilichlarini tashlab, nafsi o'chirligi uchun nonni sindirib yeyishsa sekin chiqib ketib, eshikni tashqaridan qulflab qo'yishibdi. Keyin chiqisholmabdi. Keyin Abbosbekka aytibdi, mana ko'rding, ularni nafsi borligi uchun ular yutqazdi, nafsi ularni o'zlarini yengdi debdi. Men tushunib oldim. Kelajakda Amir Temurga o'xshab matematika fanini hozir o'rganyapman. Kelajakda men ichki ishlar xodimi bo'laman. Zo'r. Qarang. Va bobomga o'xshab Amir Temur va Amir Temur bobomga o'xshab yurtimni qo'riqlayman. Yurtimni hech kimga berib qo'ymaslikni o'rganib oldim. Rahmat. Zo'r, Shohid Mirzo. Xoh ishoning, xoh ishonmang, mana daftarimga yozganimni sizga ko'rsataman. Anaqa qilib turgan paytimda qarang.
Mana sizda Shohrux Mirzo deb yoza turib, hali anaqa qilmasdan oldin matematikani yaxshi bilsa kerak deb turgan edim. Siz man matematika bo'yicha yaxshi o'qiyman debsiz. Mana yozgan narsamda sizni fikrlaringizdan o'zim nimadir bular yozganman-da, feedback berish uchun. Demoqchi bo'lgan narsam, sizdan kuchli matematik chiqadi. O'z ustida ko'proq ishlang va bizni Aziza oyini tajribada sinab ko'radigan insonni siz bo'lsangiz kerak. Ya'ni ko'p tajribalarni sizni sinab ko'rishni aytgan. Shunaqa opangiz bor ekan, siz to'xtamasangiz ham bo'ladi. Endi bu birinchi gapirishingiz. Zo'r gapirdingiz. Endi Amir Temurni o'g'lining ismi Shohrux Mirzo bo'lgan. Endi eng qizig'ini aytaman. Amir Temurdan keyin saltanatni shu inson saqlab qolgan. Shu inson vafot etganidan keyin 1447-yilda Mirzo Ulug'bek Movarounnahr hukmdori edi. 2 yildan keyin o'zi Temuriylar saltanati parcha-parcha bo'lib ketgan. Ya'ni sizda ham bir buyuk bir insonni ismi qo'yilgan. Masalanda, demoqchi bo'lgan narsam bugun aytyapsiz. Men yurtimni qo'riqlaydigan harbiy bo'laman, ichki ishlar xodimi bo'laman deb. Bu kichkina narsa emas. Chunki qarang, ichkaridagi ishlarimizni biz nazorat qilsak, tashqarida katta inflyuens qila olamiz. Biz ichkarida o'zimiz buyuk ishlarni qilishga qaror qilsak, katta natijalar qayd eta olamiz. Ya'ni o'zi inson ham ichkarida o'zi buyuk bo'lishga qaror qilsa, tashqarida katta uni nuri porlashni boshlaydi-da. Biz ham kelajakda shu vatanimiz O'zbekistonni men har qanaqa holatda vatanni himoya qilaman deydigan mana 10 yoshlik va 11 yoshlik inson bugun shu narsani o'ylayapti ekan, oxir-oqibat siz shu insonga aylanasiz. Hozirdan xuddi mana shunaqa shaxmat, keyin mana bu himoyaga oid kitoblar bo'ladi-ku, yaxshi. Mana ichki ishlar xodimi bo'lmoqchimisiz? Aynan O'zbekistonda ichki ishlar xodimlaridan kimlar bor buyuk insonlar? Masalan, Zokirjon Almatov bor yoki shunga o'xshagan insonlar bor-ku, yoki hozir ichki ishlar vaziri kim? Shunday kuzatib turib, ularni nutqlarini kuzating, fikrlarini kuzating. Sizdan shunaqa bir buyuk bir inson bo'lamanki, hali biz O'zbekiston ham harbiy jihatdan, ham ilmiy jihatdan qudratli davlatga aylanamiz deydigan darajada yuqori katta versiyadagi maqsadlar qo'yishni boshlang va siz oxir-oqibat sizda insonlar bor ekan, biz rivojlangan O'zbekistonni albatta quramiz. To'xtamang. Ha. Men matematikadan opam meni Pug'inzet maktabiga tayyorlaydi. Opam bilan har kuni 10 martadan shaxmat o'ynaymiz biz. Eng kamida. Ana Amir Temur strategik grossmeyster maqomini olgan. Ya'ni dushmanlarni o'z hududida turib, Ha, bilaman. nima deydi, yenga olgan. Aynan shu ishda ham sizlar shu insonga, ya'ni bitta bobolaringizga o'xshashga qaror qilibsizmi? Demak, siz Xudo xohlasa katta natijaga erishasiz. Hali mana bu suhbatda yozib olinyapti, siz iz qoldiryapsiz-da. Bu yillar o'tib, mana shu inson men bo'laman, birinchi marta Shohrux Karimov bilan suhbat qiluvdim. Bilmayman shu inson sizdan buyuk bir, yaxshi bir inson chiqadi deb, nima deydi, tavsiya qilgandim deb hali eslayapsiz-da. Bu birinchi qatnashishingiz ekan bu loyihada. Davomiy qatnashib, o'zingizni shaxsiy ilmiy chegaralaringizni buzing. Intellektual Amir Temur aytadiganday, buyuk inson bo'lish uchun ko'proq kitob o'qib, hayotga tajriba qilish kerak. Chunki shunaqa insonlar ijodkor bo'la oladi. Shunaqa insonlar strategik lider bo'la oladi. Siz bunaqa inson bo'lish uchun salohiyat ham, imkoniyat ham yetarli. To'xtamang. Bu yerda shu bugungi suhbatimiz. Fikrlaringizni tugatib qo'yishingiz mumkin bo'lmasa, loyihani yakunlasak bo'ladi bugungi sonini. Rahmat. To'xtamang. Hop. Xullas, sahar loyihamiz bugungi soni tugadi. Kechki 19:00da iftor loyihamizda hammalaringizni kutamiz. To'xtamang, taslim bo'lmang. Biz o'zimiz o'ylaganimizdan ham ko'ra ko'proq salohiyatga egamiz, faqat buni o'zimiz anglab yetmaymiz. Keyingi hafta ko'rishguncha deb qolaman. Ilm cho'qqilariga ko'rishguncha.